Assalamu alaikum ko'rganlar. Bugungi programmamizga xush keldinglar. Bugun biz shu 2 hafta burun Amerika prezidenti Biden'ninki O'rta Sharqqa elib borgan ziyoratini ko'rdigan holda Amerika'ningki yangi O'rta Sharq strategiyasi haqida to'xtalmoqchi. Bugungi programmamizga intayin qimmatli aziz mehmonlarimizni taklif qildim. Bizning Uyg'ur tadqiqot markazining tadqiqot yetakchisi İlşat Hasan efendim Amerika'dan bizning programmamizga qatnashyapti. İlşatga hoş geldiniz. Va alaykum assalom, rahmat hammalarga. Ankara'dan Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri, Dunyo Uyg'ur qurultiyining ma'mur raisi, shundaqla bizning tadqiqot markazimizningki maslahatchilar heyetining a'zosi Erkin Ekrem efendim bizning programmamizga qatnashyapti. Erkin aka, sizmi hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. İstanbul'dan yeni bir aziz mehmanimiz Muhammed Emin Uygur. Muhammed Emin Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Arap Dünyası mesul hem halkara münasebet İslam tetkikat sahasında mütehassıs. Muhammed Emin hoş geldinler. Rahmet, hoş bulduk. Hem de biz şu O'rta Sharq yoki kültürel nambuca aytganda Arap İslam dünyası degan bu atalg'uni anlagan vaqtimizda bizningki ko'z oldimizga bir coğrafiya, bir madaniyat keladi. Endi buningga dunyoning o'xshamagan yerdan qaraganda o'xshamagan bir manzara o'tirg'i chiqadi. Shunga men bugungi suhbatimizda shu O'rta Sharq, Arab İslam dunyosiga Amerikaningki qanday qaraydiganligini Washingtonning ko'zidan bir bilib boqqan bor. Shunga İlşatga siz oldi bilan shu Amerikada turib qarasam, Washingtondan qarasam, O'rta Sharq qanday ko'rinadi? Amerikaningki yer shari strategiyasida dunyoga bo'lgan hukmronligida bu O'rta Sharqning o'rni qanday? Mushto'g'irlik siz bir qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Buldu, rahmat. Gerçi ben Washington'da Amerika tursamı, ben yanında Uygur. Şunun için belki benim göz karışım Washington'dan vekil boğandım, bekerek Uygur'u vekil oluş mümkün. Ama şundaktı mı özümden ki çenç soyuca tırış bakay, kağallarını Erkin Ekrem, Muhammed Emin hemimiz birbirimizle toluklap mağamız. Amerika'nın O'rta Sharq endi mushu budak ketim kima yaqin kisini elib etgan vaqtida menimcha ikki shaxsiy Amerikadagi va ularning ko'z qarashini bir aslab o'tishimiz to'g'ri keldi deb o'ylayman. U bo'lsa 90-yillarda, ya'ni 80-yillarning oxirisi bir naiti dattalashib qolgan bir maqola keyingi kitob bo'lib chiqqan. U bo'lsa Samuel Huntington'ninki Clash of Civilization, yana madaniyat ara to'qinish degan. Uningki 91-yili Sovet g'ulg'andan keyin yana bir parcha Samuel Huntington'ninki shogirdi, yana o'quvchisi bo'lgan Fukuyama tarafdan yana bir parcha maqola yozilgan. Bu nihoyatda dattalashib qolgan, ta hozirgacha bugungacha talashlarga bu maqolani keyinda Fukuyama kengaytib bir kitap chiqadi. O maqolaning ismi End of the History. Tarixninki oyoqlashi dedi. Bu ikki shaxsiy ikkilisi so'g'oq urushidan keyin Amerikaninki bu tuzum butunlay dunyoda qabul qilinganligi, Samuel Huntingtonninki hamda demokratiya ham yerda mangdi, lekin madaniyat orasidagi to'qinish tugamaydi desa, Fukuyama'nın göz qarashida demokratiya butun dunyoga taqiladi. Shuning bilan tarix oyoqlashidi, ideologiya kurash u bu degan. Ammo lekin hozirgi vaziyatga qarasak, mana shu so'g'oq urush tugandan keyin bugungacha oraliqda hammadan tarix oxirlashga o'xshaydi deb o'yladi. Ama lekin İslam dunyosidagi Arab O'rta Sharqdagi Iroq urushi u bularning sababidan xuddi Samuel Huntingtonning to'g'ri chiqqandek madaniyat orasidagi to'qinishlar kelib chiqayotgandek ustunlikni egallaganda qaralgan.
lekin yaqinqi Ukraina urushidan keyin hammamizga qaytib kelgani nima deganda so'g'oq urush yana qaytib keldi. Ba'zilar deydi, kevatidi deydi, ba'zilar kamidi deydi, kamakchi deydi. Ammo lekin Amerika o'zini e'tirof qildi, biz so'g'oq urushda. Bu so'g'oq urushningki 3 davlat asosiy. Xitoy, Rus, Iran. Asosiy bu 3 davlat. Shuning uchun Amerika qaytidan yana O'rta Sharqqa nazar soldi. Buning da maqsad O'rta Sharqni o'z tarafiga yana qaytarib akilish. Xuddi so'g'oq urush vaqtidagidek. So'g'oq urush vaqtini azroq aslab o'tsak, so'g'oq urush vaqtida Amerika demokratiyani bak targ'ib qilmadi. Targ'ib qilmagan bilan, ammo kommunizmga qarshi kimni bo'lsa, podshoh bo'lamdi, diktator bo'lamdi, hammasini o'zining yeniga tortib, diktatorni qo'lladi, podshohni qo'lladi, ammo u vaqtida demokratiyani hech kimga tangmagan. So'g'oq urushidan tugagandan keyin bir mezgil shu tarixning oyoqlashdi degan maqolninki ilhomida Amerika O'rta Sharqqa demokratiyani tengib baqdi, zo'lab baqdi, o'gitib baqdi. Ammo lekin bu yerda bir necha misol bor. Birsi Amerikaliklarni hayron qoldirgan. Eng dastlabkisi Aljeriyada bir saylam bo'ldi. Aljeriyadagi saylamda Islom Front yengib chiqdi. Mana degan vaqtida demokratiyani oyoqlashtirma degan bir tashkilot yengib chiqib edi. Amerika jim bo'lib qoldi. Shuning bilan harbiy hukumat saylamni nol qilyapti. Ikkinchi demokratiya Amerikaning o'rgatgan Falastinga kelgan vaqtida Hamasning yengib chiqishi Amerikani buningdimi hangtang qoldirdi. Shuning bilan Amerika qayta o'ylanishga boshlandi. Hozirgi vaziyatda Amerika yana qaytadan demokratiyani o'gitishdan voz kechib, hamda qisqa mening so'zimni tugatsam, voz kechib, hozir o'zining yeniga yordamchi, do'st tortish qadamiga yana ikkinchi qitimliq so'g'oq urush buni tugutish uchun O'rta Sharq Amerika uchun nihoyatda muhim. Chunki bu yerda Xitoy bilan Rusning yana bir 3 tarafninki birisi bo'lgan Iran bor. Shuning uchun Iranni to'sash uchun Amerika O'rta Sharqni o'ziga tortish kerak. Qolgan hamda buning ichida ip olgan Baydenning tafsillarini keyinroq so'zlaydi. Rahmat. Rahmat. Yaxshi so'zladingiz. Birimizdan keyin mikrofonni yaxshi bog'lanmay qoldimi? Bir xil TikTok ovoz chiqyapti. Meningmi? Sizning emas o'xshaydi boshqa. Mening emas, boshqa bir yerdan chiqyapti. Men mana shuni his qildim. Taraq bir ovoz bor. Qaysimizningki deb qolmadim. Ashnoga bir diqqat qilsak, meningki ham bu o'xshash savolni yana nimadan erkinkamdan so'g'im bor. O'rta Sharq Arabiston dunyosi Beijingga nisbatan nimadan darak beradi? Beijingdan qaragan vaqtda bu rayon qandaq bir rayon bo'lib ko'rinadi? Xitoyninki yer shar raqobat strategiyasida buningki o'rni qandaq? Erkinkas mushto'g'irlik bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu O'rta Sharq degan bu hukm Jiroq Sharq va G'arbiy Sharq hukm tugagan nima o'tirib chiqib bo'lgandan keyin undan keyin O'rta Sharq deb chiqqan. Buning sababi Osmanlı imperiyasininki boshqarayotgan bir rayon bo'lgandan keyin bu yerga to'liq bir ism qo'ygan emas. Britaniya hokimiyati bu yerga kirgandan keyin O'rta Sharq kirgandan keyin undan keyin bu O'rta Sharq Britaniyaningki ko'p ishlatishlar dunyoda mustaqil. Xitoyga kelsak, bu Xitoy bu rayonning O'rta Sharq deyishiningki sababi shu missionerlarninki 19-asrlarda missionerlar Xitoyga berib nurg'un kitoblarni tarjima qilgan ekan. Xitoy uni ashaddan o'rgangan bo'ldi. Mayli Manchur imperiyasi bo'lmagan hukumati bo'lsin, bularning vaqtida O'rta Sharq bularninki bir nima ahamiyati yo'q, ya'ni bir u yerga yeyilib bo'lgan bir manfaati bo'lmag'achqa balki nimasi yo'q. Munosabati bo'lmagan. Ammo bu Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilgandan keyin bu rayon Xitoy uchun muhim bo'ldi. Bo'libmi 1971da Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafdan Xitoyni shu BDTning a'zosi qilish uchun ovoziga ehtiyoj bor.
Şununla O'rta Sharqda 10 necha davlat Xitoyni qo'llagan. Xitoy u chetdan deganda bo'libmi shu Maoning vaqtida shu inqilobni Osiyo, Afrika, Latin Amerika degan yerga yoyimiz degan vaqtlarda O'rta Sharqningki bir qiymati o'tirib chiqqan. Ama bu Xitoyninki taraqqiyoti bilan birlikda bo'libmi 1990dan keyin O'rta Sharq Xitoy uchun yolg'izlar bir do'st yoki diplomasiy munosabat qilganlar emas, shundaqla İsrailni tanqid qilib turib, arablarni yeniga tortishninki bir siyosatini qilgan. Ve 1991'de İsrail ile diplomasi munosabat qilamiz deb qo'ygan, ama necha yildan keyin aram quroldi. Undan boshqa yana Xitoyninki shu taraqqiyoti bilan birlikda bu energiyaga ehtiyoj qiladi. Xitoy 1990'ların o'rtalaridan itiboran shu energiya bo'libmi shu neftga bo'lgan ehtiyoji bag'an siri ko'paydi. Şu vaqtida hamda O'rta Sharqdan bu energiyaga ehtiyoj bo'ldi. Bu yerdagi hozirgacha misolga Xitoyninki sirtdan oldigan neftning %50'leri O'rta Sharqdan Xitoyga borgan. Import ketgan bu rayonninki muhimdir. Ama bu rayonga kirgandan keyin manfaatni olaman degandan keyin bu yerda jeopolitik masalalar chiqadi. Çünkü bu rayonda o'zining manfaatini qo'g'dash uchun bu rayonga qo'l selish lazım, aralashish lazım. Bu rayondaki devletlarninki manfaatlariga qarab turib, hozirmi abaqaman degan necha qatlamliq bir ko'z qarashi va o'tirishar rayoni. Xo'sh. Rahmat. Navozi Muhammadman. Sizga yana shu savol. Bu Arab İslam dünyası degilar, umuman shu O'rta Sharqlar o'zini qanday o'ylaydi dunyo siyosatiga nisbatan, xalqaro tartibga nisbatan, ular o'zini qaysi bir o'rinda ko'radi? Rahmat. Qarab boqadigan bo'lsak, shu 2. Dunyo urushidan keyinla Arab dunyosi shu O'rta Sharqdagi O'rta Sharq davlatlari asosan ikki tanlashning o'rtasida qolib qolgan. Biri shu sotsialistik faaliyetler, komünizmning taraqqiyoti. Yana birisi Aşiyadagi istibdodiy shu malaki hali podshohlik tuzumidagi yangi tuzilmalar. Bu jarayonda Xitoyning yangi qurilgan shu kommunist davlati har qaysi shu bo'lib Aljeriya, Suriya, Mısır qatorliq davlatlardagi kommunist harakatlarni qo'llab turgandek qilib, o'zininki dastlabki diplomasiyasini bunda boshlab olgan. Keyin Falastin Isroil o'rtasidagi 1967dagi urushdan keyin Xitoy har vaqt shu Falastin masalasini o'zininki nimasiga Amerikaga boshqa nimaga ishiltib turib, o'zininki O'rta Sharq davlatlarining yangi ekanligini ko'rsatib keldi. Ammo Amerika buningga şu vaqtdan beri her vaqt shu podshohlik shu hukumatlarni qurgan Saudiya, Kuvayt, qatorliq Xalijdagi Arab qo'ltiqi ko'rfaz davlatlarini yeniga turib, bu Falastin masalasini Iran ko'p ishlatganligi uchun buning qarshisida O'rta Sharqdagi bo'libmi shu ko'rfaz davlatlarini yeniga turib, bir qadar o'zining tamponligini saqlab kelgandi. Shu 90-yildan beri asosan hukumatlar Xitoydan bak Amerikaning yeniga o'tgan bo'ldi, maydonni aniq qilib. Bu jarayonda Xitoy, Rossiya taraflar bu O'rta Sharqdagi ta'sirini asosan ozlatgandi, ozib ketgandi. Bu jarayonda meniki diqqat qilishimdandi. Xitoyninki shu oxirgi nimalarda bo'libmi Iroq urushi, Afg'oniston urushi, shu Amerikaniki bu yerda elib borgan ba'zi xatoliklardan keyin qaytadan diplomasiyasini Arab davlatlari, shu qo'ltiq davlatlari qurishga boshladi. Bo'libmi bu Xitoyniki yangi raisi Xi Jinping ma'lumaga chiqqandan keyin shu Ipak yo'li siyosati bilan Arab davlatlari asosan bundan keyin Amerika cho'kidi. Bo'libmi ziyolilari, o'qur yazarları
bundan keyin Amerika çöküdü. Amerikanın demokratiyasi bu bizniki İslam dünyasına bak gelmedi. Degan mushu maqala yo akademik narsalarda ko'p taqatqanlik uchun bunday narsalarda Amerikaning ta'siri ozishga qarab mandi. Mushu oxirgi 10 yilda. Bunun taqabulida Xitoy o'ziniki texnologiya, iqtisod, bunda taraflarda bu yerga yıldızını ko'proq paturgan bo'ldi. Meniki mushu jiddiy bunda diqqat qilishimda hozirgi holatda Arab dunyosiniki gerçi hakimiyet taraf Amerika'nın yanında bo'lsa-mu, burunqi ta'sirlarda xalqninki yanında turgan akademisyenler, siyasi erkin yazarlar, jurnalistler, axbaratçılar bular to'lisi ko'pincha holatda bundan keyin Arab davlatlari Xitoyning yanında turdi. Agar ikki qutb shakllanib qolsa, Xitoy bir qutb, Amerika bir qutb bo'lib qolsa, biz cho'qim Xitoy bilan bir qutbda turishimiz kerak. Çünkü biz Xitoy bilan ham geopolitik nuqtadan birlashib ketamiz kelgusida. Tariximizda Xitoy bilan bizniki o'tirimizda cho'ng urushlar bak bo'lmagan. Amerika Iroqda, Afg'onistonda biz musulmonlarga, islom dunyosiga nurg'un xato siyosatlarni qildi. Bizga bundan keyin Amerika qolganda Xitoy bunda yaxshi degandek inkoslarni ko'p taqdiyotidir. Meniki jiddiy kuzatishim bu. Qog'inaga Erkin muallimniki Elshad akamning gap so'zlarini tanishsaq bo'ldi. Rahmat. Çok rahmat. Yuqoridan ayet yaxshi uçurlarını berdinglar. Bu Şerik Arabiston dünyası hem de tarihten bu yana dünyadaki siyaset, medeniyet merkez mutlaka bir rayonken. Ben bilgenden başlatma bu rayonda xalqarалық күштерден to'qinishi, kuch talashishi davomlashib kelyotdi. Endi bilganimizdek Amerika Afg'onistondan chekingandan keyin xuddi O'rta Sharqdan tamamen chekindigandek bir uchur bergan. Endi bu qatim Bayden O'rta Sharqni qaytadan ziyorat qildi. Ya'ni birinchi qatim O'rta Sharqni ziyorat qildi. Ziyaret kılgan vaktimi intayin simbolik şekilde aldı bilen İsrailiyeni onun için Saudi Arabistan'ı ziyaret kıldı. Endi Biden'in ki bu ziyaretiden nemeni his kılımızdı? Bunun da qaysi bir maqsad, qaysi bir mudda bilen qaytadan O'rta Sharqda yüzlendi. Elshadga siz mushto'g'liq so'zlayapsiz. Bo'ldi. Yana qisqacha qilib so'zlay. Baydenninki buda ketim berishi O'rta Sharqqa mana degan vaqtida burunqi siyosatidan butunlay bir o'zgarishdiki qayta o'ylanishdan keyingi safar. Bu qayta o'ylanish degani burun Amerika O'rta Sharqqa bo'libmi, O'rta Sharq boshqa Yevropaning boshqa davlatlarga bo'lgan siyosatida demokratiya, kishilik huquq bo'libmi, bu Demokrat partiyasiningki saylab chiqqan hukumat doim bu bayroqni egiz ko'tardigan. Ammo lekin hozir Amerika buningdan voz kechdi. Voz kechganligi aytdi aniq. Chunki Bayden aniq dedi bir necha qatim. Biz hech qanday bir davlatningki hokimiyat tuzumini o'zgartmaymiz dedi. Biz faqat ular bilan tinchlik bilan savdo hamma narsani ip berishni xohlaymiz. Hokimiyatni o'zgartmaymiz, ammo kishilik huquq, qonun bo'yicha idora qilishni targ'ib qilamiz dedi. Bu demaklik burunqi shu tarixning oyoqlashi degan Fukuyamaning ko'z qarashi buningdan butunlay voz kechdi. Shuning uchun Bayden baga vaqtida mana bir 5 bir narsani men Amerikaning gazetlaridan hamda xuloslagan vaqtida shu 5 nuqtaga yig'ilgan. Birinchisi Palestin İsrailiya masalasini aql surish. U hozirgi hukumatning Amerikaning birinchi masalasi emas, uni hal qilish. Uni aql surish o'z oldiga ashada bir boshqa bir yo'llar bilan hal qilishninkini İsrailiya ve Palestin o'ziga qo'yish, Arablarga asos qo'yish. Bu birincisi. Yana burun Amerikaning jiq hukumatlari oldi bilan o'ylaydigini Palestin
İsrail meselesini hal qilish, shu orqali tarixda bir yangilik yaratmadi dedi. Hammasi mag'lubiyat kuchirdi. Bayden hukumati buni boshda sinashdan voz kechdi. Yo'q, sinamaymiz, bo'ldi. Uni keyin hal qilamiz, hozirgi masala emas dedi. İkincisi, bu yerdeki en muhimi Biden hükümeti şu yerdeki rayon karakterlik bexatarlikni kuchaytirish, birlikni kuchaytirishni Amerika'nınki birinci vazifesi. Yana bu yerdeki hamkorlashish ve iqtisodiy buni bexatarlikni muhim o'ringa qo'yish. Buning da abay riyosatchi Mehmet To'xtayimiz deganga o'xshash. Mesela Biden bağandan keyin İsrail'e, Hindistan, Arap Birlik Halifaligi, Amerika qatnaşkan bir devlet başlıklarınınki bir yığını içildi. Onunla Biden şeye berip riyasatçılık kıldı, hem şuna qatnaştı. Maksat Hindistan İsrail'inki pan texnikasidan foydalanıp bu O'rta Sharqda iqtisodiy ve pan texnik taraqqiyotini kuchaytirish, shu orqali mana degan vaqtida Amerikaningki 5-avlod 5G, 6G texnikasini Amerikaningki ve İsrailya, Hindistanning yordami bilan hamkorlikda buni qilish, maqsadning yana bir tarafi Xitoyni qistab chiqarib o'tish. Bu ikincisi. Üçüncüsü olsa bir yerde Saudi bilan Amerikaningki soğaqchiligi Khashoggi bilan boshlangan Turkiyadagi elchixonadan. Biden o'zi Muhammed bin Salmanni lükçek degan. Kechir günü bo'lmaydigan bir qatil degan. Ama shuni bilan berib, qo'l elishib ko'rishga majbur oldu. Bu yer bu nemini ko'rsatdi deganda, gerçi ikki davlatning orasida o'xshamas ko'z qarash bo'lsa, ixtilof bo'lgan bilan ikkilisi bir-biriga muhtoj. Saudiya Arabiston Eronga taqobil turish uchun cho'qim Amerikaga yo'linish kerak. Amerika Xitoyni to'sash uchun, Eronning oldini to'sash uchun Saudiyaga muhtoj. Eronning keynida yana Xitoy bor. Shuning uchun Saudi buningdan nihoyatda hushyor. Shuning uchun bu ikki davlatningki munosabatida garchi ixtilof bo'lsa-mu, ammo munosabatni davomlashtirish bu Amerikaningki üçüncü bu qitimki safarning muhim nuqtasi. To'rtinchisi, bu yerda Amerika va uningki shu rayondagi do'stlari va sabdash turgan davlatlar bilan birlikda Eronning atom bombaga erishishning oldini to'sash. Buningdimi o'xshamagan ixtiloflar bor. Masalan, İsrailya Amerikaning hozir tutgan suhbat orqali Eronninki atom bomba elishiga to'sashninki bu strategiyasini bek yaxshi ko'rib ketmaydi. İsrailya deydi, bu hamon oxirisi Eronning atomga erishishiga bir yo'l ichib berdi deydi. Ama Amerika hozir suhbat orqali deydi. Mayli ixtilof bo'lishidan qat'iy nazar, İsrailya Amerikaga muhtoj, Amerikami İsrailyaga muhtoj, xuddi Saudiyaga o'xshash. Shuning uchun bular yana birlikka kelib Eronni to'sash. Bu to'rtinchisi. Oxirgi birisi bo'lsa, bu yerda endi abayman azroq so'zladim. O'rta Sharqni Amerika hukumat almashtirmaydigan, demokratiyani o'rgatmaydigan, tangmaydigan bu yo'l bilan bularning hammasini akilib Xitoydan yiroq tutish, shu orqali Rus bilan Xitoyningki Eron bilan bo'lgan bu ishini yetim qoldirish, do'stlarni o'zining yeniga tortish, shu orqali ikkinchi qitimlik so'g'oq urushda g'albilik Rus va Xitoyni mag'lub qilish. Buning da shu oxirgisi do'stlarni yeniga yig'ish. Xuddi Biden chiqqandan keyin Yevropani biroqla NATOni kuchlantirib, Yevropani birlikka kelganga o'xshash, buning plani O'rta Sharqni yana qaytadan o'zining Amerikaning yeniga tortish. Rahmat. Rahmat. Demek Amerika Trump devrede O'rta Sharqni bir tashlayotgandek bir tuyg'u berib, qaytadan yana bu siyosatni tanishga deyishga sizniki fikrlaringizdan qaraganda. Shundoq, hamda Trumpningki faqat Amerika
aldığı koymayız degini. Mana degan vaqtida Amerikani aldı bilan kuchlantiraylik dedi. Ama lekin Bidenning davatqini biz o'zimizni kuchlantiramiz deb do'stlarni ijro qilib Xitoy ularni tortib ketadi. Biz kuchlanib kelgan vaqtida do'st qolmaydi. Shuning uchun o'zimizni mo'ngshayli, do'stning hammani yenimizga tortaylik degan ma'nimida mengyotidi. Shunga Afg'onistondanmi tashlab chiqib ketishga maqsad Amerikaning Xitoyga tang turish, Xitoyni birinchi tahdid. Hozir Rusdan eshib ketdi. Ammo Rusning Ukraina urushi bilan bu Xitoy, Rus, Iran bularninki bir haqiqiy birlashib, bir so'q urushni boshlagan bu jiddiylikni hozir Amerika his qildi. Shuningga bu qadamni tezlatdi. Doktor Erkinka bu Biden'ninki O'rta Sharq ziyaratiga Xitoy qanday qarayotdi Beijing? Amerika O'rta Sharqdan chiqib ketsa, Xitoy bu rayonni ilgilab ta'sirini kuchaytirsa deb o'ylaydi. Unda bo'lganda Biden'ninki qaytadan bu rayonga yuzlanishi Beijingga qanday ta'sir ko'rsatadi sizning ko'rishingizcha? Xo'sh, ben tabattüm bu O'rta Sharq Xitoy uchun shu energiya jihatdan, iqtisod jihatdan yani hem Xitoy ma'noda hamda bu O'rta Sharq bir bozor bo'lishi ma'noda undan keyin geopolitik manfaatlari bor. Bu da bu Joe Biden'ninki ziyaretiga qarshi shu Xitoyninki tashqi ishlar ministrligining so'zchisi Wang Wenbinninki so'zi bilan ularninki maqsadini deb tushuntirib kerak. O deydi bu O'rta Sharqlarninki zeminidir. Yani u yerninki sahibi O'rta Sharqlik deydi. Yani bu gap Amerika emas demoqchi. O'rta Sharq hiçbir devletninki oqibatchisi emas deydi. Yani Amerika'nın yeri emas demoqchi. Hem de bir yerde bir boşlukmu degan narsani yo'q deydi. Shuningga deydi O'rta Sharq xalqininki arzu qilgan ish birisi taraqqiyot, ikkinchisi xavfsizlik deydi. Ve uzun müddetten beri Xitoy shu hozirgi O'rta Sharq xalqininki arzu qilgan taraqqiyot va xavfsizlik uchun yardım qilib keldi deydi. O'rta Sharq devletlerininki o'z oldiga mustaqil yo'lini izlashda Xitoy bunga yardım qilib kelgan deydi. Ve O'rta Sharq devletlerininki arasındaki ziddiyatlarni azaltish, bularninki ittifaq buluşu için Xitoyma bunga ko'p yardım qilgan deydi. Shuningga bu O'rta Sharqda shu tinchlik istenadi, taraqqiyot istenadi, bu xavfsizlik istenadi. Amerika bu yerga kelsa, yana bu abaqa degan nimalarni arzu qilgan bu manfaatlarga yanada ziyon berdi deydi. O'xshash kundami shu Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bu Suriya tashqi ishlar ministri Faysal Maktab degan o ministr bilan ko'rishgan vaqtida yana shu Wang Wenbin deganidek gaplarni o'tirg'a qo'ygan bo'ldi. Bu yerda hamda Wang Yi'ninki biroz ortiqcha degani hamda bu Amerika ve şu g'arbliklar burungi odatini o'zgartirish lozim deydi. Yani hamma yerga qo'llarini so'qib, barmoqlarini ko'rsatib, O'rta Sharqdagi masalaga aralashib ve o'zininki maqsadiga qarab bu rayonga dizayn, yani bu rayonni o'zgartiraman deb qo'pmasin deydi. Çünkü bu rayonnunki sahibi şu rayondaki halk deydi. Şununla bu rayonun halkının arzu kılan şekilde bir siyaset ilip yürüyüş lazım deydi. Xitoy demek ki şu Biden'ninki ziyaretiga şu şekilde qarayotganligini bir yerde ko'ralaymiz. Hoş. Ko'p rahmat. Muhammad Emin texnikalik mesele çıktı mı? Kilemeye oturup çıkıp gitti. Biz dağılmıştırıyoruz öyle.
Bu Biden ziyaretini dastlab İsrailiyeden başlap, andan keyin Saudiya Arabistonga elib beribdi. İsrailga borgan vaqtda bu Amerikaningki İsrailiyani qat'iy qo'llaydiganligini bildiribdi. Bu jarayonda qisqa vaqt chiqarib Falastinninki prezidenti Mahmud Abbas bilan ko'rishibdi. U yerda biroz tuvan muqamda Falastinliklarning davlat qurishini qo'llaydiganligini, ammo hozircha yuqorida Ilshad deb o'tgandek, shu Falastin İsrail'le tinchlik suhbati uningki oldingi tanlashi emasligini, unaqa biroz sharoit pishib ketilguncha normal munosabatni davomlashtiradiganligini bildirib, Falastinga 100 ming Amerika dollari yordam beradiganligini, ya'ni Trump vaqtida taltukus to'xtatib aytgan bu mablag'ninki asli keltirilgan jakalatdir. Hamda Ilshadga sizningcha bu İsrail Biden nemishqa oldi bilan İsrailiyani tanlaydi va İsrailiyada naytı kuchlik holatda İsrailiyani qo'llaydiganligini bildirdi. Bunda bir signalninki Arablarga aksi ta'sir beradiganligi, yomon ta'sir beradiganligini o'ylamamdi. Buningdagi sabab nima sizningcha? Shuni tushuntirib bersangiz. Buldu. Menimcha bu tushunishga bek tasma emas hamdi. İsrailiyaninki tuzumi Amerikaga o'xshash demokratiya. Mayli o demokratiyani biz qanday tushunishimiz ikkinchi masala. Ammo asos prinsip jihatdan İsrailiya bir demokratiya, erkin bir davlat deb qaraydi. Mayli uningki zimin masalasini qarib qo'yib, biz faqat ideologiya, yana insoniyatning bir tarixdagi madaniyat taraqqiyotiga qarasak, bu nuqtadan elib aytganda Amerika İsrailiyani demokratiya pishib yetgan erkin bir davlat, O'rta Sharqqa ulgu bo'ladigan bir davlat deb qaraydi. Shuning uchun bu ulguninki yiqilib tushishini hech qachon Amerika xohlamaydi. Bu ulguninki davomli ulgu bo'lib, Falastin masalasini hal qilsa, shu rayonga mana degan vaqtida bir boshlamchi bo'lishini Amerikaningki xohlaydigan bir qismi. Hamda islom dunyosi bilan xristian dunyosi uzundan Muhammad payg'ambarimningki davridan tortib bir-birisi bilan to'qinishib, tushunishib kelgan. Mana degan vaqtida ikkilisi bir-birisi tonish dushmanlar. Amerika shu Yevropa madaniyatining bir qismi, shundan keyin qurilgan bir davlat. Mana deganda yana shu xristian madaniyatiningki bir tarkibi. Shuning uchun bu Arab dunyosi bilan tonish dushman. Shuning uchun bu yerda bu tonish dushmanning ojiz yerini biladi Amerika, kuchli yerini biladi. Ojiz yeri birlikka kelanmaydi. Kuchli yeri e'tiqodi bir, hech qanday ixtilof nayti oz aslida. Shuning uchun İsrailiyaning u yerda turishi, kuchli turishi Amerika uchun pek muhim. Shuning uchun uning birinchi qadamni shu yerga tanladi. Shunda beryapti. Hozirgi kechgacha Amerikaning har qanday bir prezident O'rta Sharqqa borsa, İsrailiya eng halqiliq bir o'rin. Ham İsrailiyaga va'da berib chiqadi. Buningda albatta ba'zilar deydi, Amerikadagi Yahudilarning kuchi boy, umi bor bo'lishi mumkin, ammo u asosiy sabab emas. Asosiy sababi bu yerdagi demokratiya, saylanma orqali qonun bo'yicha idora qilish qatorliq hukmlarda Amerika bilan İsrailiya o'rtaq. Masalan, bir misol keltirsak, İsrailiyaning parlamentida arablar bor. Ular arablarningki manfaati uchun saylam qatnasha oladi, so'z qila oladi, shu erkinliklar bor. Undan keyin yerlik o'rinlarda har bir shaharningki, masalan, İsrailiya ishg'ol etgan rayonlarda shahar hukumatining hammasi shu arablardan bo'lgan. Shuningga buni hamda İsrailiyaningki demokratiyaning bir qismi deb tushundirdi. Shunda tushunadi. Shuning uchun Amerikaga bu İsrailiya muhim. Hamda bu yerda yana bir hozirgi muhim bo'lib qolgan narsa Iran.
İran Amerikaga shiltin etib kelayotgani uzun bo'ldi. Shuning uchun Amerika İranninki atom energiyani, atom bombaninki texnikasini va uni ishlab chiqarishning oldini to'sashga butun vujudi bilan tirishyapti. Lekin o nayti qiyin bo'libmi Xitoy bilan Rus Iranning kayinda tug'an vaqtida. Shuning uchun Isroil bu yerda texmi muhim. Masalan, İsrailning hozirgacha da'vatqini agar Amerikaga ma'qul deb desa, balkim İranninki butun shu atom energiya zavodlarini portlatish va ularni butunlay bekor qilib o'tish, bu yerda yana bir urushning portlashini İsrailga baq qo'rqib ketmaydi. Hozirgi Amerikaning siyosatidami mana deganda O'rta Sharqda o'zaro urushsa baq aralashibmi ketmaydigan, ammo Amerika bilan do'stlikni, strategiya, birlikni, bexatarlikni saqlashda hamkorlashib bilsa, O'rta Sharq bo'ldi Amerika uchun yetarlik. Shuningga İsrail buningda muhim strategiyalik rol o'ynaydi, ham model rol o'ynaydi. Ama bu yerda menimki diqqatimni tortgan bir narsa shu bo'ldi. Baydenninki Yerusalimda men burunmi deb kelgan, hozirmi deyman, men bir zionist. Zionist bo'lish uchun Yahudi bo'lish ketmaydi degan so'zi. Ben Biden'ninki bu sözünü bir stratejiya nuqtasidan O'rta Sharq qaratgan, siyoset nuqtasidan tushunay deb tushunamadim. Buni shu Yahudi lobisiga yarash uchun, Yahudilarning qo'llashini qo'lga keltirish uchun qilayotgan bir gapdek tushundim. Siz bunga haq qo'shilamsiz bilmadim. Menimcha bu yerda qo'shilaman, ammo bir narsa bor. U bo'lsa Trumpdan tortib Amerikaning Isroilga bo'lgan siyosati bo'libmi Falastin Isroil masalasiga bo'lgan siyosati o'zgardi. Biden amaliyotda Trumpning siyosatini davomlashtiryapti. U bo'lsa sharoit pishib yetish degan gap Falastin Isroilga berganga ma'qul degmagicha bu masalaning hal bo'lmaydiganligini Amerika amdi Trumpdan boshlab e'tirof qildi. Onunga norozilik bildirgan Arab davlatlarining hech qaysi yolg'iz chiqib Isroilga Falastinning degini bo'yicha shu 67-yildagi BDT'ninki qarori bo'yicha Yerusalimdan tortib hammani Falastin qaytirib bersa, bermasang seni manda qila olayman deydigan bir davlat O'rta Sharqda mavjud emas. Unda qila oladi desa faqat Isroilga qila oladi. Shuning uchun bu yerdagi Bidenning bu so'zi Arab dunyosiga bergan signal. Vazgeç Falastin masalasidan. Falastin hukumat İsrailiyaninki bergan va'dasiga og'iningni alolig'iningni elib rozi bo'lg'in. Rozi bo'lmasang, biz endi buningdan boshqa sana qiladiganimiz yo'q deb Abbas bilan ko'rishib azroq pulni berdi. Demakchi o'g'ini, sen yana 10 yil prezident bo'lsang, mush pulni beramiz, ammo ish olmaydi. Demakchi, menimcha men manda deb tushunaman. Bu Trumpning siyosatining davomi. Rahmat. Xo'sh. Ko'p rahmat. Muhammad bin bayon chiqib ketib qoldingmi? Davlat bo'yicha sizga kelgan savol shu Bidenninki shikayatdan O'rta Sharq qilgan ziyorati arablarda qanday ta'sir qo'zg'adi? Bunga Arab dunyosiningki ziyolilari, matbuot sohalari qanday inkas qaytuvdi? Shu vaqtda bir so'zlab turamizlar. Bo'ladi. Yuqorida Ilshatlamning deganlari asosan shu nimaga yaqin sizning savolinizga javob berishgan. Shunda bo'lsa-mu bu qatimliq ziyorat hamdi. Sizga mikrofonni saq masala bormi? Ovoz Gap boshqachami? Gap qilib chik ovoz kelyapti. Bo'ldi, so'zlavasin, o yo'qmaydigan o'xshaydi. Mayli. Bir yer tegib qoldigandek bo'lsa, sindiq bo'lsa, shu chaq tegayotgan bo'lsa, shuni diqqat qilmaysiz. Tamam. Biden'ninki bu qatimliq ziyoratida asosan Arab ziyolilari
Arap ziyalari hazır ikkiga bo'lendi bu nimada pek ciddi tartışıvatıdı. Şu üzerine yurtida hükümet katlamları işlevatkan ziyaliler, jurnalistler ve yurtida turmay kalgan ziyaliler. Asasen bularninki %40% Arap devletlerden Türkiye, Avrupa bu yerge kilivaqliqimdi faaliyetçan ziyali teşvikatçılar. Bularning to'lisi asasen Biden'ning ziyarati O'rta Sharqdagi burunqi nimalarni, burunqi aloqalarni qaytadan qurish, burun baya ilsharkam degandek Saudiyani Trump davrida hatto Saudiya vatandaşlarının Amerikaga kirishi cheklangandi. Nurg'un aloqani kesgandi. Buni qaytadan tutashtirish aloqani. Nurg'un kafolatlarni berdi Biden, va'dani berdi. Hatto Falastin masalasida sahiye kuruluşları, ma'arif kuruluşları, teşvikat muasseseleriga salgan dasmayları fevkalade zor bulup gitti bu katım. Nurg'un iqtisadi va'dalarni berib ketdi Amerika. Bu yüzden bu Arap devletlerinin özdeki Kuveyt, Saudi, İmarat, Arap Birleşmiş Halifeliği bu yerdeki jurnalistlerin to'lisi bunun mümkün Amerika qaytadan hükümetlerini bizniki bu O'rta Sharqni o'zining yeniga tatib bo'ldi degan mandat tarafida gap qildi ammo diasporadaki Araplar asasen bu bir neticesiz ziyaret oldu Biden'ın ziyareti. Çünkü bu başta İsrail'e geldi. İsrail'e gelip bununki tüzgen toxtamlarınki köpüncüsü İsrail'in bexatarligini kafolatli qilish. Saudiyaninki bazı talablarga gerçi ma'qul degan bo'lsa-mu, İrandan kelgan tahdidlar, Yemen, Suriye meseleleri, bu yerdeki bazı meselelerde gerçi Saudiyaning degan yerlari kelganda qilgan bo'lsa-mu, ama Biden bunu qilishga majbur bo'lib, vaqtliq ba'zi o'tganlardan o'tash uchun o'zining oldin xatini bundan keyingi oldimizdagi saylamda ba'zi natijalarni qo'lga keltirish uchun vaqtli qo'llangan narsa, ammo Amerika Biden'la emas, Amerika hukumati asosan o'ziniki bundan keyin O'rta Sharqdagi o'ziniki hegemoniyasi haliqinimsa Uyg'urcha üstünlük yoki zo'rgarlik üstünlükini asasen yo'qotib bo'ldi bu mag'lub bo'lgan bir ziyorat bo'ldi degan narsalarda ko'p munozaralar bo'layotdi. Hozir qadar to'xtagani yo'q. Ammo davlatlararo o'rtadagi munosabatlarda Bidenning bu qatamliq ziyarati menchi bo'lgan chog'da bir qadar yaxshi bo'ldi. Bunda Amerikaga nisbatan Arab davlatlarininki o'sha hokimiyatlarga nisbatan bir qadar ilgilash bo'ldi deb tushundim. Çünkü Mısır, Kuveyt, Bahreyn qatorliq devletler hammasi öz aldığı qaytadan diplomasiyasining bundan keyin boshqacha bo'lganligi, Amerikaning endi sabit turganligi, mustahkam turganligini qayta ta'kidlashdi. Bu Suriyani qayta qurib chiqish, Iroqni qayta qurib chiqish masalalarini nurg'un temalar o'tirib qo'yildi bu ziyoratda. Bu ziyoratning jarayonida Suriya masalasini alohida tilga olishi, Xitoyninki Suriyani qayta qurib chiqishda Rossiya bilan birlashib turib, Basharninki hokimiyatini qaytadan e'tirof qilish, Basharga yordam berish to'g'risida, Suriya rejimiga yordam berish to'g'risidagi ba'zi siyosatlarni mag'lub qilishdimi? Bu qatimliq ziyoratdagi Arab Xalij davlatlaridagi, ya'ni qo'ltiq davlatlarga qarata berilgan va'dalari Amerikaniki bir qadar muvaffaqiyatli bo'ldi deb qarayman. Amerikaning nuqtasidan qaraganda ham Arap devletleriniki bu hükümet tarafındaki jurnalist, siyasetçi, akademisyenleriniki bahası bu içe. Rahmet. Çok rahmet. Erkinkam, muşu Amerikan O'rta Sharqdan chekinishga yuzlanib yana qayt keldi desak, bu Amerikaniki strategiyasidagi son bir burilishmi yoki siyasetdeki bir temsilcimi bunu kadar düşünüyoruz. Aslında bu sualni İlşat Efendi tushuntirib bo'lgan, yani Amerikaning shunday qilayotganlarini. Hamda Xitoycha men buni tushuntiray. Xitoylar bu mushu bo'libmi keyingi mushu 5-6 yildan beri Amerika hamda cho'kdi, hamda uningki tekrar kelishi biroz qiyin bo'ldi. Buni g'arb cho'kdi, sharq yuksaldi deb ko'rdi. O Afganistan'dan çekilip çıkışı, O'rta Sharqdan çekilip çıkışı, kuchni Xitoyga, Rossiyaga qarshi qilishi
bununki küçününki aciz kılıb qalğanlığı, yani əbəy degan hegemonya güç, yani yer şəhərə hakim olduğan güç. Olmasa bütün güçlerin arasında Amerika en güçlü yanıdır. Ama yer şəhərə təsir edən gücü acizlidir. Şununla Otur Şərq degan yerga biz kirish lazımdır. Aşına düşündüm. Afganistan'a kazandı. Şununla bu Rusya biraz kızgıdı bununla. Şu İran, Xitay ve Rusya üçünün Otur Şərqə hakim buluş meselesi. Bunu şu Amerika'nınki ataqlıq geopolitik mütəxəssis Brzezinski Yavrasya'daki şahmat taxtısı degan bir kitabda bunu alaydı, bunu tılığa alğan. Yani Amerika, Yavrasya'da şu üç kişi birlikte kurulup kalsa bir güç Amerika bir yerde turamaydı orada. Buna degenden keyin hem de Xitoyning ijtimoiy ko'z qarashlar bor. Rusya, İran birlikte Amerika'nın bir yerde qo'g'laydi. Ajda tushuncha bor. İkinci Xitoyningki bir o'ylashi şu, yakın zamanda şu Arap dünyası bilan İsrail'in arasındaki münasebetlerninki biraz özgürüşü. Misalga bir vaqtida Shahzoda Salman bir gapni degan Filistinga Mahmud başlığı var, baş ministerin. Onunla deydi, ya Amerika'nın Trump'ın gibi kır ya da yok aldı. Yani Filistin yani burunqidek sahip çıkmaydı qandığına degan oldu. Ondan keyin bu İsrail, Suudi Arabiston ve bazı devletler İsrail bilan münasebetlerini yakınlaştırıyordu. Yani diplomasi çekti. Ondan keyin yakınki bir 2 yılning ichida Otur Şərq şu Suudi Arabiston İran bilan bir yakınlaşış, yani diyaloglarni quryapti. Xitoy ham bunu ko'rib, avvalgi degandek bu yerda bir tinchlikni barpo qiladigan vaqt keldi. Yani Otur Şərqninki shu o'zida bir o'zgarish bor. Mümkün dedi, Otur Şərqdə bir Xitoyga bo'lgan ko'z qarashlari biraz başqacha. Başqacha deganim burunqi bilan o'xshamaydi. Yani Xitoy bilan birga ish qilishni tashviq qiladi. Balki esinglarda bor, shu yilning 1 oy va 2 oyda nurg'un şu Arab, Otur Şərqdəki devletlərninki tashqi ishlar ministri ve Xitoyningki qishliq olimpiyatga qatnashgan nurg'un bu Müslüman devletlerinin başlıkları var. Ular bilan ayrıca yig'inlarni qildi. Ve Türkiye ve İran'ın tashqi ishlar ministrliğine bağlandı. O vaqtida xalqlar hayron qolgan, bu Otur Şərqdəki devletler hammasi jur'atlanishga Xitoyga bergan. Aslında bir Xitoy bilan yaqinlashish Otur Şərq devletlerininki bir siyaseti bu qılıbdı. Bulupma mahketimma Shahzoda Salman dedi, Xitoy bilan munosabatni taraqqi qildirish, Xitoy bilan munosabatni taraqqi qildirish bilan zid emas dedi. Demek ki bu yerda hem Xitoy hem bu Amerika bilan munosabatni ravon qilib davom qilib bo'ladi deydi. Demek ki Otur Şərqdəki bu çoğ devletler muşunda bir siyasetini tanlagandek durdu. Kelgüsünde belki bu her iki taraftan faydalı bir düşünce buluşması. Ondan başka şu tarihte mi bir izleyecek özetlikte? Şu 10, 11, 12. asırlarda nurgun şu Arap seyyahları bazıları Xitoyga borgan, bazıları bormagan. Xitoy hakkında yazılgan seyahatnamelerde Xitoy hakkında bir ig'iz manfiy bir gap yo'q. Hammasi musbat. Hammasi ijobiy maqtaydi. Hammasi maqtaydi. Shunga arablar Xitoy degan vaqtida ular yaxshi odam deydi. Misolga o kitobni nima yozadi? Müslümanlarga bek ko'ngil bo'ladi. Müslümanlıkni mundaq nima yardım qiladi. O şu bütün İslam'nınki akideleri var, o talep qilgan akidelerinin hammasi mushu Xitoyda bor. Yalnızla Müslüman bo'lmagan deb mundaq ifodalar bor.
Bu mu Araplarınki Xitoyga bo'lgan ko'z qarashini mi o'zgartiradigan bir mesele. Bundan başka Xitoy bu rayonga yomon jiq mablag' selyapti keyingi yillarda. Hozir bu ikki tarafninki ticari sumu 240 milyar dolar. Bu yomon cho'ng bir rakam bu. Ondan keyin bu O'rta Sharq davlatlarininki hammasininki ticari şiriklerinin hepsinin birincisi hepsi Xitoy. Yani bunda Xitoy bilan ticari jihatda bunda qo'yiq munosabati bo'lganki, hamda Xitoyni tashlab Amerikaga qaytadigan bunda bir ishlar qiyin bundan keyin deb o'ylayman. Xitoymi bu rayonni Amerika yoki boshqalarga tashlab kelgan bir pozitsiya demayman. Chunki Amerika bilan taqabul turish siyosetini hozirgacha davom qilyapti. Undaqda bu O'rta Sharq davlatlar hamda Turkiya bunun ichida Xitoy bilan yaxshi munosabat qurib turib, Xitoydan foyda olish. Ammo O'rta Sharqdagi davlatlarninki Xitoy bilan munosabatni taraqqiy qildirishniki maqsadlari biroz o'xshamaydi. Misalga İran bo'lsa, bu izola qilingandan keyin yolg'izlashtirilgan. Buni ham bu Xitoy bilan munosabatni qurib turib, hem Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo bo'lib, hem de BRICS degan tashkilotga a'zo bo'lib turib, o ahvolni yolg'izlashtirilgan ahvolni, ya'ni embargo ahvolni qirib sundamoqchi. Undan boshqa Ironda nurg'un shu nima neft va tabiiy gaz bor. Xitoy bozori nihoyatda muqim bir bozor. Onunga setish, ama İran'ın pulu yok. Pulu bo'lmagandan keyin Xitoydan mablag' solsa, İran'ın taraqqiyatiga yamancha foydasi bo'ladi. Shunga İran Xitoydan ayrılamaydi. Türkiye'ni deyli, Türkiye mi Xitoydan shu mablag' selish va texnologiya biramdagi deb ishlab turibdi. Suudi Arabiston bo'lsa, o'zininki energiyasini muqim bir bozorga sotadigan bir arzusi var. Yani evvel deyilgandek Amerika ve G'arblarga taqabul turish uchun menimki Xitoy do'stim bor deyish uchun Xitoy bilan yaqinlashishyapti. Shunga bu keyingi yillarda dikkat qilsanglar Turkiyadan boshqa O'rta Sharqdagi davlatlar mayli Hong Kong Tayvan meselesi bo'lsin, mayli shu Uyg'ur meselesi bo'lsin, hammasi shu Xitoyni qo'llayapti. Bu qo'llashning sababini shu Xitoyga shirin ko'rinib, chiroyli ko'rinib Xitoy bilan munosabatni kuchlantirish. Shunun bilan abaqi Shahzoda Salmonning deganidek hem Amerika bilan hem Xitoy bilan o'xshash vaqtda, o'xshash saviyada munosabatlarni taraqqiy qildira olamiz degandek, Xitoymi buni bilgachga buldu shu nima Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi O'rta Sharqqa qarshi 5 xil siyosatni olib boramiz dedi. Ularning hammasi shu abaqi degan mazmunni yig'inchoq qilib 5 siyasetini oturup koygan. Şunun Xitoy O'rta Sharqni tashlab bermaydi. Amerika bir yana Rus va Xitoyga bermaymiz deydi. O'rta Sharq bundan keyin shu burungi sovuq urush vaqtida Sovet va G'arb arasında bo'lgandek, bundan keyin shu G'arb va Xitoyning arasında bo'lgandek turdi. Ama Rusya'nın bu yerdagi rolini unutmaslik lazım. Rusya'nın bu yerda jiq manfaatlari bor. O başka bir mesele bu başka ben bir yerde toprak falan. Hoş. Çok rahmet. Bu Xitoyninki O'rta Sharqqa nisbatan Xitoy O'rta Sharqdagi tinch bo'lishini xohlamdi yoki O'rta Sharqning qalayroq bo'lishini xohlamdi sizcha? Bence tinch bo'lishini, muqim bo'lishini xohlaydi. Chunki Xitoy bir yerde abaqi yuqorida degan manfaatni qo'g'dab qilish uchun bu yer tinch bo'lish lozim, bu yer muqim bo'lish lozim. Hamda bu O'rta Sharq muqim va tinch bo'lganligini mi deyamaymiz hozir. Nurg'un masalalar bor. Bu yerda hammasi musulmon, İsraildan boshqa musulmon bo'lgan bilan musulmon davlatlarning orasida nurg'un jidallar bor. Bu jidallarni tuzatishmi unda osonlikqa to'xtamaydi. Shunga Xitoy O'rta Sharq devletler bu zeminin sahibidir. Deginimiz şu.
O'rta Sharq xalqining o'zining mustaqil siyosetini yurgizishning haqqi bor deydi, yana shu sabab. Ondan başqa Xitoy agarda shu İpek yo'li strategiyasini, yangi İpek yo'li strategiyasini amallashtirish uchun bu yerda tinch bo'lish lozim, muqim bo'lish lozim. Shuningga Xitoyninki bu o'yinlarni buzman deydigan bo'lsa, bu yerga o't qo'ysalar yetib echkildi Xitoyga taqab. Shuningga bu Xitoy misalga aytayman deb o'tdim, Wang Yininki 5 xil siyasetini kısaca deb o'tay. Deydi, birincisi bu O'rta Sharqdagi bütün şu o'xshmaslik medeniyetlerini biz qabul qilib qo'llaymiz deydi. Aslında bu din jihatdan, din medeniyet jihatdan desek bu o'xshash. Ama etnik jihatdan desek bazı meseleler var. İkincisi bu rayonda şu adil, adaletlik siyasetine ilip varmız deydi. Bunu hem de şu Palestin bile İsrail meselesini demekçe. Üçüncüsü bu rayonda yadro kuralının yiyilişinin aldığını iliş lazım. Ya da bir cihette İran'a teklif vardı da bir cihette aslında İsrail'e teklif vardı. Dördüncüsü olsa bir yerde kolektif xavfsizlik bir münberinin kuruluşu. Bu gapda burun deyil bakan bir gap emas. Yani O'rta Sharqdagi devletler kolektif xavfsizlik bir münberini kurup müşna bir teşkilatını mekanizmanı oturup çıkarır. Bunda olan çağda başka devletler bu yerde kol salamaydı, öz aldırı geldi. Şununla tinçlik mi bir yerde berfa kılıngan buludu, kabalet kılıngan buludu. Ondan başka şu rayondanki terakkiyetiga Xitoy yardım qilib kirishdiganligini. Şu 5 yıl siyasetga qarasaqlar, bu rayonda bir tinchlik bo'lmaguncha, bir muqimlik bo'lmaguncha bu Xitoy siyasetini ilib berishi biraz qiyindek. Bununla bu rayonun tinchlikni xohlaydi. Demek Xitoy tinch deb qo'ydi. Undaqla İlşatga sizlar o'tirgan qilishni xohlamsizlar yoki qalaydan qilishni xohlamsizlar? Amerika O'rta Sharqni qalaydan qilish orqali idora qilish oson deb qaramdi yoki tinchlik barpo qilganda undan keyin bu mening ta'sirlarim turdi deb qaramdi. Keskin kesip etkin buldu. Amerika tinchlik bo'lsa, hamma odamga payda, hammasi bu tinchlikdan manfaat ko'ra oladi deydi. Uningda hech qanday shak, shubhasiz bir savolimdi javobi. Ammo lekin buni qanday amalga oshirish jarayonida bu yerda to'qinish kelib chiqadi. Hamda mayda ilqi abay Erkin Akram efendim degan nemiga bir narsa esimga kelgan shunda qo'yay. Xitoylar nayt muvaffaqiyatlik bir hadisini to'qib chiqib, hatto Uyg'urninki ba'zi atalmış islom ulamolarga tangsa shularni ko'tarib chiqdi, tungallarjiq tashviq qildi. Bilim jiroqdagi chindi bo'lsa-mu, berib o'rganish lozim. Muhammed Peygamberim degan deb bu hadisni Xitoy to'qib chiqqan. Hozirgacha bu hadis tungallarning yozgan har qanday islom kitoblarida bor. Hatta ba'zi Uyg'urlarninki hamda shu vatan ishchiligi atalmış islom ulamolarimi uni takrorlab Xitoyning aytib ulug' ko'rsatyapti. Ammo sizlar mayda Muhammad Iminovimiz bor. İslamni bizdan yaxshi tushunadigan, tadqiq qiladigan. Menimcha unda bir hadisning borligiga hech kim nima beranmaydi. Yag'anligi aniq. Ama Amerika'ya qaytib kelsak, Amerika O'rta Sharqni Amerika'ningki ko'z qarashi bo'yicha bir davlat demokratiya, qonunga rioya qiladigan, secular bo'lgan vaqtida bu davlat muqim bo'ladi, uzunga davomlashadi, xalq buningdan manfaat ko'rdi deydi. Bu bularninki ko'z qarashining ustiga qurilgan bir strategiya. Shuningga Iroqdimi Saddamni diktator dedi.
diktator deb Saddamni o'rib etib edi. Bu yerda urush chiqdi. Shuning bilan biz hamma odam ko'gini bu qalaymaqon qildi dedik. Ammo lekin shu yerda unutib qoldikki, Saddam zaharlik gazlarni ishiltib, o'zining dushmani degan kurdlarni o'ldirgan. İran bilan bo'lgan urushni 8 yilmi 9 yil davomlashtirishda nihoyat ko'p odam ziyon bo'lgan. O'zininki dushmani deganning hammasini qirib o'ldirgan. Shuning uchun Amerika boshda biz yaxshi ish qildik deb Saddamni o'rvatdi. O'rvatganniki hatto Amerikaliklar o'zimiz zerikdi buningdan. Kaynida nim bo'lsang bo'l deb tashlab berib chiqib ketdi. Natijada shiyaliklarni qo'llaydigan, ya'ni Iran bilan yaqin bo'lgan bir hokimiyat bu yerga tikilib chiqdi. Bu Amerikaliklarningki O'rta Sharqdan kutgani emasdi. Iroq aslida bir kuchli davlat. Shuning uchun hozir Saudiyagami, garchi Ben Salmanni yaxshi ko'rmasimi, yaxshi ko'rmaslik uning bir shaxsiyligidan emas. Ammo uning qonunga bo'ysunmaydigan diktator, bir odamni elchixonaning ichiga aldab akirib o'ldirib yutadigan, har deb tashlaydigan bu nimasiga qarshi. Ammo hozir Amerika qayta bu tajribani o'rgandiki, Afg'onistonda shunda bo'ldi. 20 yil Afg'onistondagi sekular demokratiya hukumatini yo'lidi. Ang dastlabda nimati prezidentning Karzai, undan keyin G'ani chiqdi. Ammo shu yo'l Amerika 20 yil yo'lgan hukumat bir kunga payvonmidi. Taliban kirdi, yo'q bu hukumat. Amerika chiqib ketgan kunning ertasiga Kabulni tattirib qo'ydi. Demak, Amerika hozir menda bir elqima oldin ketimmi dedim o deyman. Princeton Universitetininki bir danglik strategiya olimi bor, Stephen Kotkin deydigan. Shu odam deydi, O'rta Sharqqa unchalik ahamiyat berish hojatsiz deydi. Chunki u yerda İsrailiya bor, Amerikaning eng kuchli bir ally, yana do'sti. Undan keyin Iran bilan Saudiyaningki jidili yoki bu yerdagi Sunni bilan Shiya ikki mazhabninki coğrafiya o'rilishi bilan cheklanib qoladi deydi. Iran ming kuchlanib ketsa, Sunni musulmonlar asos nopsini egallagan territoriyaga kirolmaydi deydi. Undan keyin Sunni musulmonlarning kuchlanib ketgan Saudiyami kirib Iran'da bir davlat qurolmaydi deydi. Chunki u yerdagi musulmonlar Şiye, ular onu qabul qilmaydi deydi Sunnininki rahbarligini. Endi bu ko'z qarash hozir biz masalan Libanonga qarasak shundaqki, Libanondami Sunnilar ayrim bir bo'lingda, Shiyalar ayrim bir bo'lingda, hammasi bir-birisining territoriyasiga bakchiq ilgirlab kirib ketamidi. Iranmi shunda bo'lgan Saddamning davrida. Shuningga Amerika hozir o'ziga qo'yib berib, podshoh bo'lamsa, diktator bo'lamsa, shu yerda tinchli bo'lsang, men kirib Saddamni ag'dirmayman, yana qayta chiqqan, qayta bir Kazafilar kelib qasmi o'zingni boshqurg'in, ammo Xitoy tarafga o'tib ketib, Amerikaning dushmani bo'lishga bo'lmaydi. Buningga yo'l qo'ymaydi. Yana birisi Iran tarafda turib, Isroilga tahdid qilish bu ruxsat qilinmaydi. Bu jihatlarda Amerika menimcha kontrol qila oladi O'rta Sharqni. Chunki hozirgacha yana Amerika garchi cho'kyotdi. Bu reallik. Menimcha agar bir yilni oldin so'rasam men yo'q debdim, hozir ha deyman. Chunki buni biz o'zimiz ko'ryapmiz Amerikaning ishidimi. Bu jangi jidal talashlar bilan. Ammo yanala Amerika qudratlik. Texi o o'tib ketgan vaqtda emas. Xuddi Rim imperiyasi Cumhuriyetdan imperiyaga halqiga vaqtida ba'zilar uni ojizil deydigan bilan amaliyotda imperiya vaqtida texmi kengaygan. Bu demak, bir hokimiyat o cho'kishga boshlagan bilan cho'kishning oldida yana bir gullanadigan, undan keyin yana bir qaytadan qilib, undan keyin qanday cho'kadi o'qimaymiz. Hozircha cho'kmay tursin. Shu, mana yig'inchoqlab aytganda O'rta Sharqni Amerika qalaymaqon bo'lishni xohlamaydi, ammo uning muqimligini saqlayman deb
qo'llagan usullarining tufaylidan bu yerda so'qish chiqadi, urush chiqadi. Xitoy to'polondan to'g'ach o'g'irlaydi. Shuningga Erkin Akram apandim degandek, Xitoymi u yana qalaymaqon chiqishni xohlamaydi, ammo Amerika kirib azroq qalaymaqon chiqarsa, qo'shildi Xitoy. To'polondan to'g'ach chiqadi deydi. Iroqda shunday bo'ldi, Afg'onistonda shunday bo'ldi. Palestinning masalasidami azroq shuningdan foydalandi. Hozirgacha foydalanyapti Xitoy. Shuning uchun bu yerdagi masala tinchlikni yaxshi ko'ramdi, ko'mamdi emas, qaysi usul bilan bu tinchlikni amalga oshirishda. Muhammad Emin, sizlar qo'shilyapsizlar. Amerikaga O'rta Sharq islom dunyosining ko'zidan qaraganda Amerika tinchlik ekanmakchi, demokratiya ekanmakchi degan gapga qanday qaraysizlar? Ben asasen İlşad Kamga qo'shildim. Ama bir narsani bilish kerak endi bu yerda. Amerika o'zininki inson haqlari, demokratiya prinsiplari bu narsalarda asosan bu O'rta Sharq, Arab dunyosi, islom dunyosiniki qalbini utanmadi. Asosan bu Arab dunyosidami Amerikaning sistemasi bizning sistemimizga tushmaydi. Bizniki o'z oldimizga mustaqil İslami bir hayat prinsipimiz var. Amerika tüzgen insan hakları bilen bizden İslam dinininki, bizden prinsiplerimizdeki, kıymet kararlarımızdaki okşamaydıgan nurgun tarafları var. Şuna Amerika özünün hali bilen kalsın. Bizim öz halimizden kalımız deydiğen bunda fikirde, yani bu fikir köp Arap dünyasında. Bu yüzden Amerika'nınki bu Yemen'deki tokunuşlarga desmai selişleri, onu uzlaştırtmaz da bazı elçiliklerini öğretip Suriye'deki tokunuşunu alıştırmaz da kılgan uğraşlarının hepsi asasen digidek gerçi ayadaki tokunuşunu pesaytişki kirişkanda kılgan bilen mayadaki halk yani Arap dünyası asasen ulanın yaxşı niyetiga qaramay yomon niyetiga bakra qarab bular kelsa Amerika'nınki bazı yaxşı ko'ringan bilan mi bizning islomiy prinsiplarimizga qarshi chiqadi baribir. Bular bizga shu har xil islomga qarshi prinsiplarni olib keladi degandek bu oldidan yomon bir nazar bilan qarab turib amaliyotda etkilandi. Amaliyotda Amerika masalan demokratiya, liberalizm, kishilik huquq degan o'xshash tashqi siyosatdagi qimmat qarashlarni olib kelsa, bu islomga, arab madaniyatiga, yerlikka qarshi bir narsani etkilandi. Aslında bu ikki tarafdan bunda yaqinlashishga kerak, yaqinlashishi lozim işte. Ama Arab dunyosiningki shu yaqin islomiy harakatlarning bunda yo'nalishiga qarasak, masalan, İhvanul Muslimin jamoati, Tunisdagi harakatlar, gullanish harakati. Hozirgi Jazoirdagi ba'zi nimalar asosan Amerikaningki tuzib bergan demokratik tuzumlar bilan bunda siyosat o'ynayotdi. Ammo yana bu muvaffaqiyat qozonolmadi bu yerlarda. Masalan, Tunisda hozir intayin krizis var. Devletning asos qonun krizisi, hozirgi raisniki ba'zi qonun o'zgartirish siyosatlari degandek bu siyosatlarda asosan g'arb dunyosi, bularmi Amerikaningki bu yerga tangan demokratiyasi, O'rta Sharqqa olib kelgan liberalizmi asosan bu yerga bak moslashtirish nimasini qo'llanolmadi. Hozirgacha. Şoňmy bu Arab döwletlerinde Xitoyga Amerikadan bakrak mayillik köýläwatdy. Amma şu hökümetler, padişahlyk tüzümdeki Saudiýadek, Bahreyn, Kuveyt, İmaratdek bu döwletlerde hakimiyet asasen Amerikanyň ýeniňe tatyp durup, İran, İsrail siýasatlarında bimezgil Amerikanyň ýenide turuşyny tanlap durýarlar hazırça. Amma Amerika bu yerning meselelerini hal kıla alaydigan, bu yerning tinchlikni oshira alaydigan bir xil kuch deb qaramayman men. Mening shaxsiy ko'z qarashim. Undaqda bu O'rta Sharqdagi ta'sir talashish kurashida Amerika mag'lub bo'ldi demoqchiman. Mag'lub bo'ladi degili bo'lmaydi, ammo hozir qadar bir mag'lub bunda g'alaba qilish nimasini ko'rsatilmadi. Chunki xalqning o'zini o'zgartirmadi. Ular shuncha insan hakları, kişilik hukuk prensipleri degan bu narsalarni shuncha yaxshi bir uslubda sungan bo'lsa-mu,
masalan insoniy yordamlar, har xil vaqf binolarni qurish, ma'ariflarni o'zgartirishga kirishish siyosatlari, universitet, institutlarni qurish bilanchi. Bu siyosatlarning hammasida asosan bek g'alaba qilib ketgandek emas. Bundan keyinmi yana mushipeti davomlashishi mumkin. G'alaba qilishiga mening ko'zim bek elmadi. Meniki shaxsiy ko'z qarashim. Bence mag'lubiyat uchirdi deb qaraydi. Amerikada mi jihlam. Shaxsan menmi Amerikaningki O'rta Sharqdagi demokratiya, liberalizm hozirgacha mag'lubiyatga uchrab keldi. Qisqa qistirib qo'ysam. Hem hazır erken kasap buldu bence. Erken kas sizin karşınızca bu Xitay'ın ki bu oturuşa karatkan diplomatiyada bu kadar galba kazanışı Amerika'nın ki şunca insanperverlik yardımı girip durur. Mesela Palestin gelip İsrail milyonlar dolarlarını girip durur. Yine bu yerdeki halkların ki çoğunluk utanmasındaki amil ne de kalaysız. O Arap halkına, O'rta Sharqdagi halkınınki zatı nemini to'g'ri ko'rdi, nemini xato ko'rdi, men yaxshi bilmayman. Bu men balki yaxshiroq tushuntirib berdi. Men misol berib buni tushuntiray. Misolga Xitoyningki nurg'un shunaqa Tang sulolasi vaqtidagi chatma filmlari bo'ldi qo'ylaqa. O filmlarda Muhammed Peygamberimizin resmini sizib, şu filmlarda köstüdü. Şu Muhammed Peygamber elçi evtüge Xitayga ki ondan nesi yok. Çünkü en baldur bağını 651 yani Peygamberimizin vefatı olup hele jildin ki. Ularınki Peygamberimizin resmini ilip şu Tang sülalısının teyzonga köstüp mana padişahımız bu der. Yani dini lider demek padişah davası değil. Bunu bir gariplik qilib qolgan bo'lsa, o O'rta Sharqdagilar qanday qaqshab chiqar? Çana gitti. Misolga Xitoydaydi, shu Xitoy İslamiyeti ve Arap İslamiyeti deb İslamiyetni ikkiga bo'lib bo'ldi. İslamiyet bütün insonlikka kelgan bir din. Peygamberimizmi shunday bir Yahudiga shuna javob bergan. Hozir Xitoy bu dinni ikkiga bo'lib olsa, ertaga 3ga bo'linsa, 4ga bo'linsa, bu islomga bergan eng cho'ng ziyon emasmi? Bir g'arblik qo'pib Amerika islomi, Yevropa islomi desa, nima qiladi bu O'rta Sharqdagilar? Demak ki islomga qarshi chiqish shu g'arbliklar qisili bo'ladi. Qarshi chiqishda g'arbliklar qarshi chiqadi, ama Xitoy kelgan chog'da nimishga Xitoy qarshi chiqmaydi. Hem de seninki Müslüman kıyırındaşın ayada izlivatı. Yani Müslüman diyen vaxtıda nime mana kildi? Kıyırındaş. Nerede kaldı o? Şununla bular nime oylavattığını ben belki yaxşı bilmeyim. Bu nime için bunu ayıramaydı o da. Belki işçide biliş mümkün. G'arbliklarning bisiminden demokrasi, insan hakkını, liberalizm degenden bisimden to'yab yetib, yağandım bo'lsa ham Xitoyga deb qo'yib Amerikaga tang chiqalaydi bu Xitoy deb shuna o'ylandiki, shunga bu Xitoyningki mencha O'rta Sharqdagi qazinishimi vaqtincha deb o'ylayman. Yani Xitoyningki planlagandek O'rta Sharqni keng ko'lamda o'ziga ilib olalaydigan bir ahvol paydo bo'ladi deb ko'rmayman. Bu O'rta Sharqni eng yaxshi tadqiq qilganlar İngilizlar. Ve hozirmi shunda. Ularninki mutaxassislarning bir so'zi bor. Kim O'rta Sharqqa qo'lini tiqsa deydi, onun qo'lima shu O'rta Sharq bo'lib bo'ylab chiqadi deydi. Sebep O'rta Sharq nihoyatda qalamqon bir yer. Murakkab bir yer. Sen aralashsanglar, sen aşını boyulsa deydi, boyulib. Şunun Xitoy bu yerda cho'nqurlab kirgan vaqtida o'zini chiqamaydigan bir ahvol bo'lishi mumkin. Undan boshqa keyingi zamonlar, yani belki kelgusida Müslümanlar, O'rta Sharqdagi Müslümanlar mı bunu tushunib yetadi deb o'ylayman. Xitoyningki bu qilmishliklarini. Hozir Xitoyni hamda yaxshi tanimamdi yoki atay shunday yaxshi tanmaslikqa kirishyaptimdi bilmayman.
Ama G'arbning Amerikanınki aralashishga bek tecrübesi bo'lg'achqa düşman yaqindan keldi deb o G'arbga qarshi Xitoy bilan yaqinlashib etib Xitoyninki O'rta Sharqdagi ta'sirini kuchlantiryotdi. Bu bir vaqtincha bir ahvolniki deyman. Uzun bir muddatdan keyin bence jiq narsalarga o'zgarish mumkin. Bo'libmi Amerika va Xitoyning orasidagi jidal, urush, hatto jang bo'lib ketgan taqdirda dunyodagi nurg'un davlatlar o'zininki o'rnini, o'chiratini tepishga majbur qoladi. Xuddi sovuq jang vaqtida O'rta Sharqda ba'zilari Sovet, ba'zilari G'arb davlatlarga beqinagandi. O vaqtlarda jiq narsa o'zgardi. Ya'ni bu Ukraina urushidan keyin bundan keyin dunyoninki tamponligi jiq o'zgargandi. Biz ko'rib o'rganib qolgan nimalar siyosatlar bundan keyin o'zininki alayligini mujtirib qo'yish mumkin. Yeni bir ko'z qarash, yeni bir tuxum, yeni bir konsept, yeni bir tuzum, yeni bir tamponliklar şekillenishi mumkin. O vaqtida balki Xitoy tamamen O'rta Osiyoga unda hokim bo'lishi unda oson to'xtamaydi deb o'ylayman. Chunki bu yerda manfaatni qo'g'dash uchun yolg'izlar iqtisodiy kuch bilan bularni aldab mening totamaysan. Abay deganda. Ondan keyin siyosiy bir kuch bilan uni totamaysan. Ba'zi masalalar kelgan chog'da harbiy kuchni ishlatsa, harbiy kuchni ishlatdimmi Amerika bilan o'xshash. Bu yerda men bir qistirib Erkin Akramninkiga qo'shib mansam mening tushanchamcha Erkin Akram dapli o'tib ketdi. Arab dunyosi, yana islom dunyosi bilan g'arb dunyosi hamma bosh dedim bu tonish dushman. İslam Peygamberimning davridan tortib Hristiyan dunyosi bilan aloqa qilib kelgan, so'qishdi, urushdi, hatto neminiki o Araliqda Yerusalimni egallagan, nimada to'qini o shularning kelgan vaqtlarida bir-birisiga masalan to'rt qitim asosiy istilosi. Shularning hamma jarayonida bu islom dunyosi bilan Hristiyan dunyosi bir-birisini tushunadi, biladi. Urushma qilgan, masalan İstanbul'ni ağa vaqtida musulmon dunyosi ahirisi biz Hristiyan dünyasının şarqdagi merkezini aldık dedi. Keynida birinci dünya urushidan keyin Allenby deb Angliyaning bir siyosini var. Şu adam Yerusalimga kirgan vaqtida İstanbul'ninki ishg'oliyatini biz asli keltirdik deydi. Bu demak ikkisi bir-birisi bilan tonish dushman. Bu yerda Xitoy bilan bo'lgan vaqtida meningcha Arab dunyosi mo Xitoyni tushunmaydi, Xitoymi Arab dünyasını degandek tushunmaydi. Arab bilan Xitoy faqat bir qitim urush bo'lib baqqan 7-asrda deyman. Erkin Akram balkim yaxshi bildi. Talas urushi. Buning 751-yilmi? Ha. Shu vaqtida bir urushda Xitoy mag'lub bo'ldi. Uningdan keyin urush qilib baqmagan. Ikkisining orasida uzuk. Xitoyning tushunchisi Akram abay deganga o'xshash kinolarda Peygamberimning rasmini chiqaradi. Demak, bular Xitoy uning qanchalik Arab dunyosiga, islom dunyosiga bo'lgan sensitiv, nozukligini Xitoymi o'ylamagan, uni rejissyorlari. Bu Xitoy tarafning. Arab dunyosimi Xitoyni ko'rsa, voy bular yumshoqga, dinimizga aralashmaydi deb. Masalan, men bir musulmon bilan bir tarafi Uyg'ur, bir musulmon bilan Amerikada paranglashib qoldim. Meni birinchi qitim hayron qo'ygan shu musulmonning. Bu deydi, g'arb dunyosi bizning e'tiqodimizni buzimiz deydi. Xitoy bizning e'tiqodimizga hech qanday aralashmaydi. Shuning uchun Xitoyga men qudrat tilayman dedi. Men dedim, men cho'ng'ilib birinchi qitim bir Uyg'urning
Xitoyga qudrattilishini sizdan anglayapman dedimde hem de nahayete nefretlendim. Bu demek hem de ula şu çatalda çoğuğan Uygurlarken bir tarafı Uygur o bizim vatanda çoğuğan emez. Şunun için ben şunundan gördüm ki Xitoy bilen Arap dünyası, İslam dünyası birbirini düşenmeydi. Ama Hristiyan dünyası bilen İslam dünyası uzundan tonuş birbirisi naiti yaxşı düşündüğün tonuş düşmanlar. Şununla tonuş düşmenge rencişme asan, kıyışma asan, onun nemi deydiğallığını biliyordu. Yani birisi Hristiyan dünyası mı kaydığı boysunduğun. Arap, İslam dünyası mı özümüzden şeriat kaydılarımız var boysundu. Bu birbirisiyle kayı alaydı, kayış alaydı. Mesela Amerika'ya narazı olsa Amerika'nın gezdiği gelip Araplar vakırap onu sökerlaydı. Elki beni bir hayran kaldırgan bir makalını okugandım. Amerika'nın Florida'da bir neme Jones diyen bir pop batki. Bunun o hele meşhur çoğun vaka o. Bunun bu çirkavısı da adette bir 50 bamaydıgan adam kiretki. Aralıkta bir Kur'an köydürme digendiğin keyin bütün Pakistan'dan tatip Afganistan'ga İslam dünyası Amerika'nın elçihanlarını deriz aynaklarını çekip maşinlarını kıgandan keyin bu adam hazır bütün Amerika'nın nege balsa neçe ming adam toplanıp bunun leksiyasını anlaydıgan oldu. Şunu deydi bu pul mu kirdi, nam mı taptı, bu nahayet muvaffakiyetlik. Ama Xitaylar ne mi kısa Arap dünyası hiç kim yakmaydı. Şunun için Mağınınga narazılık bildirse çoğun xeyim xatarga uçurmaydı. Amerika'nın koçluğuna çıkıp Kur'an köydemeyse edip namaz kılalaydı. Ama Xitay'da hiç kim onu kılamaydı. Şununla benim nimemde Arap bilen İslam xulaslap kelsem, Arap İslam dünyası bilen Hristiyan dünyası garip tonuş düşman. Xitay bilen Arap birbirisini düşenmeydiğen rikabetçi hazırca. Erkin Ekrem efendim degandek menimce haman ula bir günü birbirisini düşünüdü. Düşenige vaqtida ondan keyin başlandı qağan hem de onu küteyli hoş. Muhammed İmen sizden anlayalım da şu İslam dünyasının ki hususen Arap dünyasının ki Xitayga bu kadar icabi karşı erkingan da tarihçilimi batı şunda yaxşı yazıp kaldığından deydi. O mançinci yıl burun, mançı esir burun. Hazırlık şeraitinin Xitayların ki İslam'ı Xitaycılaştırış, Uygurlarga erkek kırgınçılık yapıverış degandek çünkü tutlaslıkları, mescitlerini yıkıvatkan, ülümalarını sulavatkan, şundak bir şeraitinin yine bu Xitay söylüsünün ki bu kadar güçlü buluşudaki sebepini sebebini de karıştırır. Ben Şakkamga, Erkinkamga biraz okşamaydıgan qarayma bu noktada. Hem sizninki bu Xitay söygüsü degan gepinglarni ishiltishimni bek to'g'ri deb qaramayman. Adı bilan Arab dünyası umumatan bu Xitoyni bek yaxshi ko'rib ketmaydi. Gerçi tushunmagan bo'lsa, cho'nqur. Bu yerdagi asasen Xitoyninki bu ishlatgan siyosatlari, masjid yiqish, o lagerlarni qurish, bu siyosatlarning hammasini bu burundanmi va ishdi. Bu faqat Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi krizislardan chiqqan bir masala degan munda tuyg'uda bo'lganlik uchun buningga ham bu nuqtani kengaytirayotgan media qurilishlari, jurnalistlar, axborot vositalari bular asosan masalani faqatlam Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabatga lam chatdi. Bu yerda Arab dünyasına qarasak, İslam dünyasına qarasak, hükümet ve xalq deb ikkiga ayirishga tegishli bu masalani. Xalq degudek %90% biz Sharq Turkistonliklar bilan besapda. Biz ularga tushuntirib anlatgan vaqtimizda ular takbir aytib, yig'lab ketdi bevosita. Hatto men tunugun bir faoliyatga qatnashdim. Ajoyib bir cho'ng amanda nima qildi. Biz bütün jenimiz bilan besapda, hamon bir kunisi biz sil bilan chuqum o'tkazib turgan sahvalligimizning o'rnini to'ldiramiz Sharq Turkistonliklarga qarshi. Nurg'un va'dalarni berib ketdi yoshlar. Bu yerda faqat bizningki bunday qilib qilishimiz
şu O'rta Sharqdagi hokimiyatlarningki Xitoy bilan bo'lgan hozirgi tijoriy aloqalari ham Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi munosabatlardan bir fursat kutayotgan holatida turyapmiz deb bilaman. Kun keladi, O'rta Sharq hokimiyati xalqi hamon biz Sharq Turkistonliklarning yanida. Bu yerda Arab dunyosi desak 400 milyon, İslam dünyasını qo'ysak 2 milyarga yaqin bir xalq biz Sharq Turkistonliklar bilan bisabda ekanligini har vaqt bizga ta'kidlab kelyaptilar. Biz bu yerdagi kuchga, bu yerdagi ma'naviy bo'rnimaga qat'iy sal qarashga bo'lmaydi. Xalqning qalbida o Xitoy sevgisi degan narsa mencha yo'q. Faqat bu yerdagi texnologiyaniki arzon texnologiya Xitoyniki. Xitoyniki ba'zi bir yumshoqlashtirib bu yerga singib kirishleri Amerika'daki çoğun bir Irak uruşı, Afganistan urushidak bir seldiğinimizi Xitoyning bo'lmaganligi yakın tarixda. Şu noktalardan biraz bir seldiğinimlerini ko'ryapmiz. Ama biz yana yomon kelsak, o'zimizniki mas'uliyati, o'zimizniki lobbichiligimizni xuddi G'arb dunyosi qilgandek Arab dunyosi, Islom dunyosida qila olsak oldimizdagi kunlarda cho'qim biz qozonimiz o İslam dünyası, Arab dünyası hamon biz Sharq Turkistonliklarniki yanada bo'lalaydi, ham bo'ladi deb men shunaqa ishonman. Xato gap qilgan bo'lsam, siz ta'sir bo'tachonglar. Rahmat. Ya xato gap emas. Biz shu cho'ng davlatlardagi O'rta Sharqni talashsak, ta'sirimizni kuchaytirsak yaxshi emasmi? Shu noktada zaten bu nimada Arab dünyasida 2-3 qatım çoğun bir ta'sirimiz qo'zg'aldi bizningmi? Bu qo'yib Amerika, Rossiya qo'yib bermay bizning ta'sirimiz kuchaysa. Shu ta'siri kuchli insonlar, bular futbolchilar, san'atchilar, shularning vasitasi bilan 2-3 qatım bizning davoyimiz O'rta Sharqda, Arab dunyosida haqiqatan cho'ng bir g'ulg'ula qo'zg'adi. Buningki hali yaxshi ta'sirlarini ko'rdik o'zimiz. Bunun kimi muşunda narsalarniki, muşunda fəaliyyətlərinin muşunda faydası var işlərniki oturğu çıxışığa mən işinimə. Bizniki bu yerdə çox imkaniyyətlərimiz var aldığımızda qılalaydıgan. Şunu mən ümid var ma sahədə, muşu tərəfki qarşı. Bununla Əkrəm sən. Hazırki dünya 200'dek devlet var. 193-94 Birleşken Devletler'e a'zo bo'lgan devlet var. Bu devletler hemmisi milli devlet. Yani nation state. O nation degan gapni degan hamatlar şunu bilish lazım. Bu ümmetçilikni, imperiyaliklar hemmisini yıkıtadigan bir hukm. Şununla bugünkü Müslüman devletler, 50 neçe Müslüman devletler mayli qaysi sistemde bo'lsin, hemmisi şu nation devletninki kurulması bilan kurulgan. Çünkü bular başka devletler bilan münasebet kurman deydigan bo'lsa, xalqaro munosabatga kirishlar. Yani international, yani nation bağlıydı. Şununla bu Arap devletler degan vaqtida biz şu devletga hakim bo'lgan kuchni devlet deb tushunamiz. Xalq o devletninki bir tarkibi bo'ladi. Xalqaro munosabat qurgan chaqda devlet quradi. Misolga diplomasi ishlarni hal qilmaydi. O futbolchilar yoki o yozuvchilar buni qilmaydi. Shu devlet qiladi. Bizning xalqiga, yani Müslüman xalqiga hiçbir zaman başka bir ko'z qarashimiz yo'q. Ama devlet ashuni qilyapti. Çünkü o mecbur. İşenmisanlar hemmisininki asas qonunga qarab ekanlar. En baştaki 5 maddeye qarab ekanlar. Devletning ma'rif gripi, marşı o bu bilan birlikte devletning oliy manfaati degan gap bor. O devletning oliy manfaatini qo'g'dash uchun hech kimga ruxsat bermaymiz deydi. O agarda chekinib qolsa, uni yuqori mahkamada seni vatan xoini deb joylaydi seni. Shunga devlet agarda mushu diplomasiyani tanlagan bo'lsa, Xitoy bilan munosabatni mustahkamlashtirish. U vaqtida xalqmi ammalı. Biz Türkiye'de yaşayotimiz, onu ko'ryapmiz. Amerikada Biden'ni qo'llagan odamlar bor, qo'llamagan odam bor, qo'llamagan odamlar tillab saran qilyapti. Xalqni tilladi. Ama Biden yana o'tirishar kit bor yana. Ertugun yana jiq faoliyat qiladi.
Bu xalqaro munosabatlar o'z oldiga boshqa bir narsa. Men yana bir misolni berib, Xitoy qanday ilgarilik ishlatib turib, shu arab dunyosini o'ziga tortayotganini ben bir misol beray. Bu Xitoy bilan arab dunyosi, o'rta sharq dunyosi bilan nurg'un nima bor? Dialog minbari bor. Ular her yılı müşna yığın içip yapıl. Marketin müşna yığın içipdeki Xitoy o'rta sharq minbarini mavu nima Shahzada Salman qilmoqchidir. Bu minbarlarda Xitoyning deydigan bunday bir ekibi bor. Çayını Salman berdikende mi hakikaten? Xitoy manda deydi. Xitoy bilan arab davlatlar hammasi taraqqiyot qilayotgan davlatlar deydi. Bu nima deganda bizning taqdirimiz o'xshash deydi. Biz taqdir birligining jamiyatini quramiz deydi. Ya'ni arablarning taqdiri bilan Xitoyning taqdiri o'xshash bo'ldi deydi. İkinci cümle deydi. Her iki tarafınınki nüfusunu koysa, dünya nüfusununki 4/1'ni teşkil kıldı deydi. Şununla Araplar oylap bakıdı. Ya biz dünya Xitoy bilan birleşsek, dünya nüfusunun 4/1 bo'ldi ekan. Onun için deydi, toprakni qazsak deydi, dünyanınki toprağınınki 6/1'ni teşkil kılımız deydi. Araplar şununla bu gibi to'g'ri deydi. Onun için iktisat gücünü birleştirgen vaxtıda dünyanın 8/1'ni teşkil kılınır. Bu fiyatına ona mantıklıkla analiz kısan başka bir yap. Yani emilleşken bir iş emas bu. Kağızda yazılan bu. Ama nurgun nimelerine Müslümanlarına koşalık ediyor. Çünkü Xitoy bilan manda qilsak dünyanın 4/1, dünyanın 6/1, dünyanın 8/1 depçi. Özünü anda kıldırış için Xitoy manda bir taktikli işletiyor. Yani devamlı bu taktiklerge aldırılan nurgun nimeler var, Müslümanlar. Türkiye'de mi şunda? Öz vaxtıda sizlerge 2 milyon turist evtimiz diyen yapmıyoruz ama Türkler öz tek bağlı. Ya bu Xitoy demigen mi deyse? Xitoyning o'zining gapini gapiraymi? Shu vaqtdagi tashqi ministri Turkiyada manda degan. Hozir deydi, Xitoy nüfusuning %10'i deydi. %1 demdi, 10'i demdi, 1'i deydi. %1'i chet elga chiqib keladi deydi. Bu bo'lsa 150 milyon deydi. Eğer de deydi, muşu chet elga chiqqanlarninki %1'i muşu nimaga Turkiyaga kelib qolsa, bu 1,20 milyon bo'ladi. Türkler anlamda hesaplaydı bunu. 1,20 milyon. Bolda 2 milyonla kalıyor değil. Onda orada var kemisini ötüp bizge 2 milyon adam keldik eder. Ama Xitoy dedim 2 milyon bermedi. Yoki evet. Ama Türkiye 20 yıldan beri muşu gapni davatıda aldınıp hazırgacha davatıda bu güyle bizge acayip turist evet mi deydi. Ya sen aşında düşünüyor olsa. Çünkü av yem bir vakit sen. Kamaklı kişi var. Bu gaplarni keyin deysak oldu mu ben uzatmayayım gapni. Men de bir narsani Muhammad Temirninkiga ilqay muzakkir. Men bir kitobda nima qilsam, Amerikaninki bu Sovetga bo'lgan va Xitoyga bo'lgan demokratiyalashtirish siyosatini tekshirish, tanqid qilgan vaqtida bularning bir chiqargan xulosa nima deganda deydi, Amerika'nın Rus, Sovetga borgan vaqtida yoki Sharqiy Yevropaga borgan vaqtida ingliz so'zlayoladigan odam ziyolilar bilan ko'rishgan. Ular hammasi demokratiya, erkinlik, liberalizm deb degan deydi. Xitoyga borsimi ingliz so'zlayoladigan Xitoylar bilan ko'rishgan. Bu Xitoyning hammasi demokratiya, liberalizm, erkinlik deydi. Amerika'nın tüzümü deydi. Ama İngiliz sözleyemeydiğen Xitaylar nemini sözleydi dese, Xi Jinping yaşasın, Mao Zedong uluqdi deydi. Rus'un içinde bir şey. Hem de biz Erkin Ekrem bilan men ikkalamiz Arapça bilmaymiz. Ondan keyin ilki üzemni tekshiray. 5 vaqt mechitga kirib bu planmaganning birisiman. Shuning uchun menimcha balkim men anglagan fikrlar inglizchadan kelgan
yoki men o'qigan xitoychidan kelgan. Ammo Muhammad Emin inimizning kelgini arabcha biladi, arablar so'zlashalaydi. Bevosita ulardan kelgan uchur. Shuning uchun Muhammad Eminning to'g'ri, bizningmi balkim to'g'ri. Bu yerda siz kim bilan communication qilyapsiz? Qaysi nemadagilar bilan bu sizga bergan uchur, sizga bergan xulosa o'xshamaydi ekan. Shuning uchun bunimi tonib yetishimiz kerak. Mencha endi vaqtni bir berib qapti meningki. Rahmat Muhammad Emin enimizga to'g'ri dedingiz. Siz shu tirishayli. Tirishsak yana o'zgartiramiz deb o'ylayman. Men bir gap qo'shsam Mehmet Oqtadaş. Erkin Bağlam'a köp rahmet. Hakikaten to'g'ri, hissiyatga berilsak bo'lmaydi xalqaro munosabatda. Ilshad Kamg'amga köp rahmet. Ama men ma nuqtadan chiqish qilib degandim. Arab dunyosida asosan shu islomiy iqimlarni yuzlantirish, buni xizmatga bunda siyosiy nuqtadan o'zining manfaatiga qayrish to'g'risida, o'zining manfaatiga yuzlantirish to'g'risida nurg'un iqimlar shakllandichu. Bu iqimlar chegara tunumidi. Erkin Bağlam deganday o nashin iqimi haliqi chegara tunish davlatniki chegarasini tunish ishlari asosan bak ishlig'ilmay keldi hozir qadar. Bulupmu en ahırkı Arap Bahar hareketinde bir katın bir devlette partlaptı. Akımaka 6-7 devlette partladı. Bu şu garipninki liberalizm, demokratiya asası da çıgıra tunamadı bu Arap Baharı mesela. Bunun kim mi? Muşunda işlerinin köp 101'ini ben bunda ne kadar peres etmez. Bunun kim? Bence Arap dünyası, İslam dünyası da Erkin Bağlam degende şu çıgıra tunuyduğun daha ismi mevcut çıgıralarına tutumayım ha. Onu da çıktı o. Ben muşun noktadan qarab turib dedim. Erkin Bağlam'dan degenigime qo'shildim ha. Hammalarga ko'p rahmat. Bu yani köp birinci kişinin bir yere gelip durup muzakere etmesi maksat şu bu. Şu okşamadan fikirlerini al, okşamadan kararlarını çıkış. Bu pek yaxşı oldu bence. Öz aramında fikir tartış menimce pek yaxşı. Endi degandek 2 saat bulay deb qapti. Degan chaqlasak bu o'tirishlar haqiqatan erkin komdatni tekshirishga bir tash qazon bu. Buni tushunish oson emas. Bu yerga kirgandan keyin chiqish oson emas. Endi erkinka sizningcha Amerikaningki oldingi hukumati bu men kuchimni yig'ib Xitoyga taqobil turman. O'ttirish sharaf bilan yetishmayman deb bu rayonga bo'lgan nemisni azaytgan, qiziqishini, mablag'ni azaytgan, dasmayni azaytgan. Endi bu qatimki hukumat bu rayonni Xitoyga tashlab bermayman deb qaytib kirdi. Sizningcha bu Biden hukumatining qilayotgani Xitoyga taqobil turish uchun bakrak to'g'rimi yoki Trumpning to'g'rimiki? Aslında bu yerine taşlap bırakılan Xitoyga taqobil turalamki yoki buni qadar tushunimiz endi. Endi xalqaro munosabatda ma'ning to'g'ri, aning xato deydigan to'g'ri xato bilan o'lchmaymiz. Manfaatni oldimi, olamidimi deb o'lchaymiz. Biz puhra bo'lg'achqa shu to'g'rimi, xatomi deb so'zlaymiz. Yani Amerika endi 2 partiya asosini qildi va har 2 partiyaningki o'zininki bir siyosati bo'ladi endi. Har bir partiya o'zininki siyosatini to'g'ri deb biladi. Ama bir narsa har ikkisi uchun to'g'ri yoki haqiqat, ya'ni Xitoy yukselyotdi. Amerikaningki yer shar bo'yicha manfaatiga ziyon berishga boshladi. Amerika ve G'arblar birlikte kurgan xalqaro sistem ve dünya tüzümünü bozuladı. Şununla Amerika hem de mayli qaysi partiya bo'lsin, Xitoyga qarshi bir siyasetini yenglash lazım. O siyasetni hem de cumhuriyetçiler başkaça yenglaydi, ma'lum demokratlar başkaça yenglaydi. Qaysininki yenglishi qutuqliq bo'lsa, degan manfaatni qo'g'day olsa, aşınınki to'g'ri bo'lib chiqadi hamda.
Şununla ma Amerika'nınki her iki partininki siyaseti ma doğru hata dep sözleş ma bu biraz limbo kalıdı. Beijing'in noktasını etmemde mesela Xitaylar Trump'ninki hareketinden bekrek hoş olan mı? Ya ki Biden'ninki hazır kılavatkın ne? Bizge olan besimini yengilletkenler, kaydıdan bu ortaya şerifler netleşip yine bizle biraz taşlap koyduğun bu ortaya burada oylanmışsın. Yok, bence Xitay her iki partininki siyasetlikten memnun emez bence. Yani Trump'ın öz aldığı bir xil üslup var, hazırkıma bir xil üslup var. Bolsa Amerika aşı çökepli aşı Amerika kıtasında kalsa Xitay için faydalı. 11 tane uçak gemisi var. Dünyanın en mühim stratejik deniz orunlarda yüzüp durmadı. Tayvan meselesi deyimiz, Hong Kong meselesi, hem Asya meseleleri, hepsi bu Amerika'nın işi. Mesela, Ebema İlşat Efendime dep öttü. Amerika'nın ki bazı siyasetler A partiye devam kılan olsun, A partime devam kıldığın işler var. Mesela değil, Obama'nın ki vaxtıda Amerika özününki hava ve deniz ermisinin %60'ını Asya Tinç Okyanusu'da yötgeç. Bunu 2030'da Xitayga takabül turuş için. Ondan keyin bu Obama'nın vaxtıda, George Bush'un vaxtıda hemmisi de bunu devam kıldı misalga. Hazır yerleştirip oldu bir yerge. Misalga da. Amerika bir xil siyasetini izlep tepip kıldığan bir devlet emas. Amerika kılıvatkan, yani biz tola dikkat kılamayız. Amerika'daki think tank degan teşkilat. Amerika'nın kılıvatkan akıl ambarlarındaki fikirler. Misalga deyli, Oturuq Şarkı için 20 yıl evvel Pentagon'daki bir dokulatı var. Bu rayon kelgüsünde dünyaya bala ilip kildiğen bir rayon değil. Bu teki 11 sentyabr'la boluvatkan vaxtlar. Deydi bu yerge kandak kılımız degende 3 xil siyasetini oturuq koydu senaryonu. Birisi deydi Oturuq Şark devletler birbirisiyle tarihi düşmanlığı var. Aşırı cidelligi taşlap dersek birbirisini yap aşağıda ve tügeçse. Biz yalnızla İsrail'in xavfsizliğini qoğdap qalsaq Akdeniz'de. 6. filo Akdeniz'de bizde Amerika'da. İkinci xil bolsa, şu rayondaki rayon karakterli güçlerden faydalanır. Mesela İsrail, Suudi Arabistan, Türkiye diyendeki. Bu devletinin mesuliyetini güçlendirip bu rayona hakim olur. Üçüncüsü, bu rayondaki tüzümünü tamamen özgertmiş. Bunu George Bush kıldı. Çoğun Oturuq Şark siyaseti vardı o stratejisi. Büyük Oturuq Şark kıldı. Mesela Trump olsa boldular ama buyla birbirisini yap ölsünler. İşte aşındırak köründemdi. Hazır hem de bu Rusya ve Xitay'ın Oturuq Şark'a bek kırpıcı tabi gaz enerjinin ki tamponsuzluğu bahasının ki onun ki malının ki kıymetlişi, enflasyonun buluşu degende iktisadi finansiyetteki meseleler bakılıp yeniden bu rayonga kırıp şu Xitay'ın bir yerde yiyilişini aldığını, Rusya'nın yiyilişini aldığını alaylı degen tek bir vaxtınca siyaset hep görmemdir Biden'ın siyasetini. Bir yerde Amerika'ya, İsrail'e ziyan kendisiyle yaşa deydiğen bir halı var. Ama Xitay bilerle bir yıkılış bağlan takdirde bu vaxtıda Amerika bir yerde politikada neydi? O Biden bozma bunu kırış mümkün yani. Trump bozma. Trump bozma şunda, bu Joe Biden bozma şunda oldu. Çünkü Amerika bir cihangir değil. Onunki köz karışı, onunki eni cihangirliktir. Yani şununla bütün yaşarıga karab çıkıyor. Ularınki şu misalga dünyada 70.000'ga yakın akıl ambarı var. 3.000'dan köp Amerika'da. Yani dünyada en ilgar 500 üniversite var. 300'den çıkı Amerika'da. Şununla
Amerikaga akıl fikir berdiğen nurgun adam var. Yani bu fikirlerimiz jiq. Ama başkuruvatkan bu hükümet kandak siyasetini ilip barıdır. O başka bir mesele. Yaxşı etmansa Amerika daim yaxşı olur. Misal Amerika 1929-30'larda mı acizliğin ahval var. 1970'de acizliğin ahval var. 1982-83'lerde mi acizliğin var. Şunun böyle ki Paul Kenya diye bir kitap yazdı var. Çok güçlerin yükseliş ve çöküşü. O aslında Amerika için yazılan. Ama hemmeden bir nersige dikkat kılmaymadı da Amerika degen bu devlet özünü yığınlaşta kabiliyeti mahir bir devlet. Yani bir hatanı körgen vaxtida tüzdeleydigan bir devlet. Misalga Amerika devleti de kurulmasının evvel planlaydı o. İngilizler Fransa'ya karşı biz müstakil bulmuşlar. İngilizce bazı bağcılarını östürüşe başlayan değil mi Amerika'dan anlattı. Amerika'dakiler şu devletini kurganlarının birisi ismini unuttum. O dedi ki biz Amerika devletini kuruşunun sebebi şu İngilizce bizni, Britanya bizni izlep, bizni kıynap ketken ama kelgüsünde bizni kıynaydı dep turduk dedi. Amerika her daim özüne yığınlap turalıgan kabiliyeti bir devlet hem de kelgüsünde bir mesele buludu dep oylap durup kıldıgan işini kıldıgan bir devlet. Şununla Amerika'da vay Amerika mandak çökep ketdi, Amerika mandak çatak oldu degan makalalarga dikkat kılınlar o kelgüsüge karşı davadi. Amerika mandak baldur okutup durup iş kılıdı. Ben degan nima Paul Kenya demiş onda. Okutup durdu. Şununla elke hamdi elke ebe İlşat efendim elke nima berdi o misalını mavrin nima Bizans degan devlet, Şarkı Roma. 1200 yıl devam kıldı. Neçe çöküp, neçe kopkan, ahırı yokap etti o hamdi. Amerika'mı ahırı yokuluş mümkün ama hazırkı pekte onunki yokap etti, o bu o yerde bir yerde iş kılamaydı değil, biraz baldur aldı. Ona değil. Xitay hazırkı hakimiyettekiler biraz bence vaziyetini yaxşı tanımayıvadı dep oylayman. Çünkü ertügün kudretlik devlet bulduğanlarını bugün de vardı. Misalga da. İpek yolu stratejisi zaten devam kılıvatatdı. Onu ben stratejiye kılıvatım ben de bunu. Caran Sahan'daki kakla dikkat kılıdı. Hem nemini baldır kıldı. Neyim için diyen çağda Xi Jinping Deng Xiaoping emez. Halısı onçilik yetmeydi. İkincisi Xi Jinping'in etrafına jığılgan o nökerleri köpü hemmisi aşı menfetçiler. Onunla aşı Xitay kelgüsünde yoğun çoğun devlet buldu, kudretlik devlet buldu 2049'da canını sorayımız dep aşı fikirlerine belge adamlar aşı Xi Jinping'le komlagan yok. Yani Xitay eğer de hakiki Xitay'ın stratejisi olsa uruşmadan uruşunu kazanış deydiğen bir düşünce var. Bu Sünzi'ninki düşünce. Xitay manda kılıdı. Xitay özüne güçlendirip hiç kim onunla muş asımı tegmeydiğen, iştersimi yıkılmaydiğen bir halığı kelgende Xitay onundaki hukuk iş kılıdı. Ama hazır Xitay'daki o noktaya kemey, o seviye kemey baldır başlap koydu. Şununla bu Amerika ve Xitay'ın arasındaki çizelme baldır başlap kaldı. Otur Şark deyimiz, Cenubi Şark Asya deyimiz, Otur Asya deyimiz, nurgun yerlerdeki yeni meselelerin ortaya çıkışı aslında bu Amerika ve Xitay'ın arasındaki bu dokunuşluklarının baldır başlap bitişinin ki oturup çıkışı. Şununla hazırki oturup çıkan kalamkancılıklar hemmisi bir nerse, bir vaziyet pişip onundaki oturup çıkan nesene. Ham vaxtıdırla oturup çıkan nesene. Şununla bununki mukumsuzluk tarafı bek köp. Mukumsuzluk tarafı köp bu başka. Bunu analiz kılış, bununla baha verişme kıyım buldu. Şununla her gün bir vaziyetini takip tutup onundan kim bizim diğerlerimizde yine uçup diğer.
hazır köpünçe gepimiz hem de bir mölçer. Yani ihtimal. Biraz ihtimallıklardan söylüyorsunuz. Gerçekten vaktini kontrol kılıvatını tuğ çıktırışına sizden soraydıgan bir sualım var. Amerika'nın ki Orta Şarkı'da şunca ittifak başları, şunca bazıları Orta Şarkı nispeten şunca tesir gücü var durup. Demişka bu Uygurlar meselesi gelgen vakitte. Bu Orta Şarkı'daki devletlerin ki Amerika tarafta turuşunu kolu keltiremedi. Amerika bu cihette yeterli diplomatik besim kılmayıvatandı. Yaki kılsımı Xitay'ın besiminden tüven kepkılıp işlemeyivatandı. Siz kanda karaysınız bu meseleyi? Amerika tirişivatıdı. Naiti güçlük kollavatıdı. Hem de Uygur teşkilatlarının hemmesiga davatqını to'xtamay Arab dünyasıga anıltыңlar, İslam dünyasıga anıltыңlar deydi. Şaraitni biz yaratib berayli deydi. Şaraitni yaratib berivatıdı. Amerika'nın Müslüman dünyalardaki elçixanalari, masalan mayli Abdukim İdris, Roshan Abbaslar bağa vaqtida, mayli biz Ömer Kanat, men Malaysiyaga birinchi qitim bağa vaqt Turg'un Ajim bilan Amerika elchixonasi boshdan-oyoq moslashib, shu yerdagi hatto sizlar agar dаңliq mashhur islom scholarlar bilan ashlarning tashkilotlar ko'rishamisanlar, munosabat o'rnatamisanlar, biz o'rnatib beraylik deydi. Bu yerdagi masala islom dunyosi xuddi Abay Erkin Akram apandim deb bo'ldi. Nation state. Shuning uchun bir davlatning tashqi siyosati uning ichki siyosatining bir uzulmasi. Mana degan vaqtda uning tashqi ko'rinishi. Shuning uchun o davlat o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Bu davlatlarning yana bir jihatdan shaxsiy davlat. Masalan, Saudiyani misolga olsak, Saudiy davlati bin Salmanning shaxsiy mol-mulki. Misr bo'lsa harbiylarning mol-mulki. O xalqning emas. Muhammad inimiz Abay dedi. Gerçi o xalq bizni qo'llaydi, lekin hukumat harbiy amaldorni, hozir Nursiyninki, uning oldida Mubarakning, Suriya bo'lsa Bashar Asadninki. Shuning uchun bu hukumatlarga Amerika besim qilyapti. Hatta endi mening bilishimcha ba'zi bir cho'ng masalalar to'g'riliq ularning elchixonalarini qishqatib, masalan bizning ba'zi faoliyatlarimiz bo'lishining oldida, ba'zi Uyg'urga munosabatlik muhim xabarlar chiqish oldida, hatto shularning elchilarini yig'ib, ularga azroq padishab beryapti. Manda bo'ludi, mala ishonchlik, ma narsalarga diqqat qilinglar deb. Lekin hamda har bir davlatning o'ziga manfaati va shu manfaat ba'zi vaqtlarda musulmon qarindoshlikdan davlatning manfaati yoki shaxsiy podshohlikning manfaati ustunga ketib bordi. Hamda Erkin Akramning gapiga bir gapni qo'shib tugitib olsam, shuni olar tugusin meningki. Amerika Abay Erkin Akram nayt muhim bir nuqtani ko'rsatdi. Jiqlar cho'kdi deydi. Cho'kwatamdi, azroq shu ko'rinyapti. Ama lekin Amerika o'zini tuztalaydigan bir davlat. Buning bir tipik misali nima degan vaqtida Joe Biden Afg'oniston chekinishda cho'ng xatolik o'tkazdi. Bu xatolik nima bo'ldi desa, uning istixboroti ham think tanklarning mo'lchirida 6 oygacha hukumat bo'lmadi deganda G'inining hukumati 6 oygacha tura oladi degandan keyin Joe Biden bo'ldam chiqib ketayli 6 oygacha tursa undan keyin ish tugaydi dedi. Ammo oxirgi natija xuddi Janubiy Vyetnamdan Amerika qochqanga o'xshash shu ssenariya ichinishli qaytib ko'rindi. Ammo Ukrainaga kelgan vaqtida Biden hukumati Afg'onistondagi mag'lubiyatdan tezdan buni o'rgandi. Bu bunda tashlab chiqib ketsak chataq bo'ladi ekan. Amerikani cho'kdi deydi ekan dunyo, bizni ajizlashib ketdi deydi ekan deb bir kun qarab vaqti Ukraina azroq chidg'anti mana hamsa qoral mana, odam mana, fan texnika mana, nima uchun Rossiyaning ne generallarini vaqtli uribli yo'qotalaydi, Amerikaning istixborotdan uning qayerligini ta'minlab beryapti. Shuning uchun Ukraina to'xtamay generalni o'ltiryapti Rossiyaningki. Hammamiz bilamiz generalning qanchalik muhimligini.
Bu demek bu yerda Amerika ügünelaydı, tüzütelaydı. Bularninki dahisi uluk emas, xatolik o'tkazmaydigan, tamoq yemaydigan undaq muqaddaslardan emas. Xatolik o'tkazdi, Obamani tanqid qiladi, hammani tanqid qiladi. Obamaniki Erkin Akram efendim muhim bir nuqtani ko'rsatdi. Xitoyga qarshi turish, taqobil turish Trump'dan emas, Biden'dan boshlangan emas, Obamadan boshlandi. Obama TPP'ni birinchi qurgan vaqtida naq shu Xitoyni qaratgan. Onundan keyin Pivot to Asia dedi. Pivot to Asia degani Osiyoni asos kuch qilib bazı qilish degan shuningga o'tdi. Bu siyosat mayli demokrat olsun, cumhuriyetçi olsun bu davomlashidi. Bu strategiya Erkin Akramning bizga tushuntirayotgani. Ama onun arasida taktikalarda demokratiya yumshoqroq usul bilan küldürüp durup sizni ananiki jig'iltima desa, cumhuriyetçiler engikenga urupla jig'itma deydi. Şolu farq. Ama strategiya jihatdan ikkili hukumat, ikki partiyaning düşmanni bir ko'rdi, shuningga qarab mangdi. Hozir shuning qarab mangdi. Shuningga Xudoyim hozircha biz tarafda bo'lgandan keyin qo'llaymiz. Ümitni shulardan kutamiz. Qudrat topsin Amerika, Xitoyni yiqitsin. İnşallah. Ona bazı bir sual olan ahırlaştırayım. Vaktimiz uzak etti. Alem bu sık. Hemen adını şunu sorayım. Richard, sizden kesin. Amerika ile Orta Şerif'in İslam ellerinin münasebetinin ki yakınlaşışı bizimki Şerif Türkistan davası için olsun, Uygurların ki kendisi menfaat için olsun faydalık mı ya ki zararlık mı? Albatta faydalık. Amerika'nınki haqqaniyat mayli o liberalizm, demokratiyani uyaga singdiramamdi ikkinchi masala. Ama Amerika'nın O'rta Sharqqa kirib, İslam dunyosini, Erkin Akram efendim dedi, İslam dunyosini eng tushunadigan bular deb qarayman. Chunki Amerika'nın Angliyadan boshlangan İslamni tadqiq qilgan kitob, yozilgan har xil maqola o kurming var. Belkim Amerika'nın think tanklarining 700 ming dedim o Erkin. Shuning ichida 20 O'rta Sharqni tadqiq qildi, İslam dunyosini tadqiq qildi. Bularninki bo'lgan tushunchasi nihoyat yaxshi. Shuning uchun bular shu yerga kirish orqali bizning masalamizni oldiga chiqarib, chunki yana bir keltirishninki usuli, men musulmonlarga bo'za quvvatida sizlar musulmon, qeyrindosh qutuldiringlar deydi. Shuning uchun bizga foydali ham buni ko'ryapmiz. Masalan, bugungi butun dunyo xarakterlik namoyish Stand for Uyghur. Musulmonlar o'rinlashtirdi. Yevropada, 10 shaharda, Afrikada, Amerikada, Kanada, hamma yerda, Osiyoda. Bularning hammasiga chiroq yondirib berayotgan Amerika hukumati ilhamlantiryapti, sharoit yaratyapti. Shuningga biz Uyg'urlar uchun foydalanishimiz kerak. Muhammed Emin'dek innelerimiz Arapça sözleydiğanlar tıkımıcık çıkış gerek, tıkımıcık anlatış gerek. Çünkü Müslüman dünyası biz taraf durga vaxtıda Xitayning tuyuqi seqiraydı. Rahmet. Rahmet. Erkinka, siz mi şunda qaramsiz? Amerika O'rta Sharq munosabatini yetkazilishi bizga foydali deb qaraysiz? Hemen şuna qarayman. Hamda abadab o'tdim bu dunyoninki xo'jayin va bu dunyoning tuzumini qurgan Amerika va G'arblar. Shunaqa bu dunyo qandaq mengish lozim, qandaq munosabatlar qurilish lozim, iqtisod, siyosiy, xavfsizlik har sohadagi masalalar shu Amerika bilan aylandi bu ishlar. Shunga Amerikaningki agarda Sharq Turkistonliklarga ko'ngil bo'lib shuni qilgan bo'lsa va musulmon Sharq Turkiston O'rta Sharqdagi musulmonlarni safarbar qilgan bo'lsa, tabiiyki bir foydasi bo'ladi. Ama evvelden bir nersini davetimiz, mağazatin Biden'ınki O'rta Sharq seyahati mağlubiyetga uçurduydu. Amerika'nınki evvel dedi, Amerika'nın bir alaycılığı var, şu hatanı yani tüzdüp mağdırgan bir faydası var. Mesela bu da mandak kopkagan olsa, yani bir kıtımda teximi keng kölemde, teximi inçik, teximi muvafiq bir siyasetine ilip vardı. Eğer de Amerika'nın bu O'rta Sharqni Xitoyga bermay istaydiganligi bo'lsa, bundan keyin
başka bir xil uslublarla yoki texmi keng ko'lamda bir nima bir siyosatni ilib bordi deb o'ylayman. Rahmat. Muhammed bilan o'xshash savol. Arab İslam davlatlari Amerika bir foydalıqmı? Mençe bolsunmu faydalı. Çünkü Arab devletleri, İslam devletlerindeki asası şu hükümetsiz teşkilatlar bilen buludu bizden davayımız. Amerika Arab devletlerinin oturusu şunda küçeyse, bu yerde Xitay'ın tesiri acizlaydı. Bu yerdeki şu hükümetsiz teşkilatlar, vakıflar, her xil faaliyet gösteren teşkilatlar ve İslami hareketler. Bu hareketlerin tesiri küçüydü de parayma. Amerika'nın otur şarkıda küçüyüşü. Bunlar küçeyse bizning davayimiz otur şarkıda küçüydü. Bu tabii halette. Çünkü biz Arab dünyası, İslam dünyası bilen hem dini qarindosh, hem coğrafiyevi qarindosh, neçe taraftan çetilimiz. Şoňa men Amerika'nınki otur şarkıda tesirinin küçüyüşü bizningki Şarq Türkistan davasıga intayin ähmiýetlik, paýdalyk dep garaýman. Rahmet. Ya da soraydigan sual şu, yani biz qanday faydalanamiz yani. Amerika hata kısmı qanday faydalanamiz, Amerika to'g'ri kısmı qanday faydalanamiz, otur şarq buzulsa qanday faydalanamiz, tuzalsa qanday faydalanamiz deb biz shuni ko'proq o'ylash lozim. Bu otur şarqqa nisbatan qanday so'zlash, qanday ta'sir ko'rsatish, bu siz degandek Amerika bilan munosabat kuchaysa qanday foydalanish, buzilsa qanday foydalanish, bu haqiqatan bir cho'ng tema. Hozir vaqt maqsad bilan bu yerda oxirlashtiraylik. Alloh xohlasa yana bir atrofli bir to'xtalamiz deb o'tgandek otur şarq bir cho'ng bir coğrafya, cho'ng bir madaniyat chizishma nuqtasi, xalqaro siyosatdagi bir raqobat maydoni. Shuni buni qancha qazg'an siri shuncha u yerdagi haqiqatlar o'rtaga chiqadi. Shuna qadrli ko'ruvchilar, bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtiraylik. Bizning programmaga qatnashgan vaqtni chiqarib, qimmatli fikrlarni qatnashtirgan aziz mehmonlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hammaga rahmat. Allohga emanet. Sizga programmamiz Sizga rahmat. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Ko'p rahmat.